aytadiki, nima odam o'lsa, o'ladi-yu, qari, testosteron yo'qligidan o'ladi. Taxminan 3-stependa u kursiz xorasida xuniydi. U chiroyli bo'lish uchun chiqyapti. U bechora chiroyli bo'lish uchun zalga chiqyapti, yana pul ham to'layapti o'sha narsaga. Protein birinchi marta olganimda moshdan bagajda yurdi-da, 1-2 hafta uyga olib kirish. Mana proteinni tushuntirgunimcha. Quyoshga qo'yib qo'yish kerak. Ikkita sabab bor trenirovkaga bormaslik. Birinchi sabab o'lgan bo'lsang, если ты умер. Da. Ikkinchi sabab ты заболел и умер. Kasal bo'lib o'lib qo'yapsiz. Kasal bo'lib o'lib qo'yganmiz. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Fitness Formula podkastining birinchi sonida ko'rishib turibmiz. Bugungi mehmonimiz tajribali shifokor hamda urolog Sanjar aka Husanov bo'ladilar. Ikkinchi mehmonimiz bodybuilding bo'yicha O'zbekiston hamda Osiyo chempioni Sirojiddin aka Sharof bo'ladilar. Assalomu alaykum akalar. Xush kelibsizlar podkastimizga. Xo'p, bugungi podkastimizning asosiy maqsadi fitness orqali urologik muammolarga yechim topsa bo'ladimi? Va endi siz trener bo'lsangiz, urolog shifokorimiz yordamida shunaqa urologik muammolarga yechim, yana kerak bo'lsa zritellarga insaytlar olish degan maqsadimiz bor. Xudo xolisa, kuzatuvchilarimizga ham manfaatli podkast bo'ladi degan umiddaman. O'zi zalda shug'ullanayotgan insonlarga analiz topshirtiramiz. Bu narsani Sanjar akam o'zlari ham biladilar. Analiz topshirtiramiz. Asosiy insonlardagi hozirgi muammolar prostatasi bilan. Erkak kishilarda prostata bilan muammolar. U narsani biz urologni xizmatlarisiz o'zimiz qila olmaymiz. O'shaning uchun biz har doim urologlarga biz muhtojmiz hozir. Shu bois ham hozir Sanjar aka yonimizda o'tiribdilar, chunki eng tajribali urologlarimizdan birlari hisoblanadilar. O'shaning uchun yonlarimizda o'tiribdilar. Urologiya sohasiga chuqurroq kirib ketishdan oldin Sanjar aka, siz haqingizda bir ikkita ma'lumot so'rab olsak, siz necha yildan beri shu sohada ishlayapsiz? Qanaqa tajribalar, qanaqa muammolarga to'qnash kelgansiz? Yana asosiy podkastimiz asosiy mavzusi urologik muammolarga fitness orqali yechim topsa bo'ladimi? Xo'p, men shu urologiya sohasida 8 yildan ortiq faoliyat olib kelaman. Bu urologiyani ham katta sohada xirurgik yo'nalish bo'yicha. Shu operatsiyalar nimalari ko'pincha profilaktik nuqtai nazardan endi ishlashga harakat qilyapmiz. Nimaga? Insonni hayotini hozir davlatimiz o'zi rivojlanib borayotganligi uchun hayotini sifatini yaxshilash uchun ham mana profilaktik meditsinani rivojlantirish muhim hisoblanadi. Endi to'g'risi men qaysi mavzuda ko'rishayotganimizni ham bilmadim, bilasizlar. Fitness orqali urologik muammolarga yechim. Juda qiziq, aktual tema. Bu meni oldimga kelayotgan ko'plab kasallar, bemorlar, mana shogirdlarim ham biladi, 70-75% holatda обязательно sport degan nima tema bo'ladi bitta. Назначение yozsangiz ham Zalga chiqdim. назначение bo'lsa, shu hamma rekomendatsiya dorilar ketadi-yu, oxirida ratsional rejim, dieta, sport обязательно yozib. Mana shu o'zim haligi kompyuterda yozib qo'yadigan nimangiz bo'ladi-yu, o'zi formatingiz. Formatda bor-da. Umumiy formatingizda o'sha narsa bor. Endi qo'shimcha ba'zi holatlarda chuqurlashamiz, yozib qo'yamiz. Misol, именно odamga kerakli упражнение Kegelya. Kegelni misol uchun uy sharoitida ham qilsa bo'ladi, sport zal sharoitida ham qilsa bo'ladi. Endi sport zal sharoitida qilishlik Kegelni bu yana ham samaradorlikni oshirishi mumkin. Uy sharoitida qilishlik ko'pincha endi haqiqatan vaqti yo'q odamlar bo'lishi mumkin. Nima safarga ketganda misol holatlari, shularda nima qilishimiz mumkin? Endi o'zi urolog nima-da endi? Urolog bu aynan jinsiy erkaklar jinsiy a'zolari hamda siydik chiqaruv a'zolari shifokori. Siydik chiqaruv a'zolari ayollarda ham bor. Demak, ayollarni ham davolaydi siydik chiqaruv bo'yicha. Ayollar ham urologga murojaat qilsa bo'ladi. Ayollarda ham urologik kasalliklarni ayrim bir qismlari bor, fitness yordamida, sport yordamida davolash mumkin. Qo'shimcha bizga yordam beradi. Meditsinada hozirgi kunda nima muhim? Meditsinada kompleks yondashuv muhim.
oldingi eski tushunchalar noto'g'ri. Ko'p tushunchalar bor. Issiq ukol olaman yoki qanaqadir kapelnitsa olib turib, qaysidir darddan xalos bo'lish. Shamollashim bor. Da. Hammani o'zini Eskidan tashxisi qolib bor. ketgan, da, eskidan qolib ketgan. Hamma o'ziga tashxis qo'yib olgan. Odamlarimiz hammasi o'ziga tashxis O'ziga. qo'ygan. O'zi doktor. Menda shamollashim bor, o'shani nima lecheniya qilib bering. U diagnostika kerak emas ko'p odamlarimizga. Значит, Sanjar aka, siz oldingizga urologik problemasi bilan kelgan odamlarga ham обязательно sportga yozib berasiz. Sportni tavsiya qilib yozib berasiz. 2 yil Moskvani yozib berasiz. O'zi urologik problemalar necha yoshdan boshlanadi? Yo, u yosh tanlamaydi. Yosh tanlamaydi. Tug'ma urologik kasalliklar bilan tug'ilishi mumkin. Endi biz o'zimizni hozirgi bugungi mavzuyimizga to'g'rilaydigan bo'lsak, kompleks yondashuv deyapmiz-ku. Kompleks yondashuv muhim. Endi tug'ma deyapmiz, orttirilgan kasalliklar bor. Urologiyada ham orttirilgan kasalliklar asosan nimalardan kelib chiqadi? Kelib chiqishiga qarab turib davolash muhim doim. Nimadan kelib chiqishi mumkin? Hozirgi zamonda nima muammo? Kam gipodinamiya deymiz, ya'ni kam harakatlilik. Yashash tarzimizda hamma yo'g'imiz dastavka, nima qon yaxshi aylanmasligidan kelib chiqarkanda. Kam harakatni evaziga urologik kasalliklar rivojlanadi. Bu aniq. Noto'g'ri ovqatlanish bitta sabab. Misol, umuman yashash tarzimizga oladigan bo'lsak, noto'g'ri ovqatlanish ham unga aloqasi bormi? Noto'g'ri ovqatlanish evaziga ham nafaqat urologik, boshqa soha, ya'ni tibbiyotning boshqa sohalaridagi kasalliklar ham rivojlanishi aniq. Kam harakatlilik evaziga nima? Odam semirib ketadimi? Da. Semizlik bu katta muammo. Semizlik nafaqat urologiya, kardiologiya, yurak qon tomir tizim kasalliklari, butun tanaga zarar berib qo'yadigan narsa bo'ladi. Endokrinologik kasalliklar, xullas noto'g'ri demak, kam harakatlilik, noto'g'ri ovqatlanish deyapmiz. Semizlikka olib keladimi? 21-asrda eng dolzarb mavzu problemasi semizlik. Semizlikdan qutulaman deb nimalarga yurmayapti odamlar? Nimalar qilmayapti? Aqllilari-da ko'ryapmiz, bilyapmiz, sog'lom turmush tarziga rioya qiladi. To'g'ri pitaniyasini qiladi, to'g'ri uyqu. Mana hozirgi zamonda yana bitta zararli odatimiz bor. Uyqu rejimining bo'lmasligi, sirkat ritm deymiz. Sirkat ritm bo'lmasligi. Ya'ni bitta o'sha ritm bilan yashamaydi odam. O'zini hozirgi qilgan ritmi ko'p. Yoshlarda ham shunaqa. Nafaqat yosh kattalar, tashvish evaziga desangiz, yoshlarda ham telefonda o'tirib olib 1, 2, 3 gacha uxlamaslik. Shunaqa. Kech payt aynan kechki uyqu muhimku bu. Bu gormon sinadi deydi, melatonin degan gormonni. Sirkatni anaqa deganingizda, son deganingizda, именно kech payt shu soat 9. Sirkat ritm degani, sirkatning ritmini organizm o'zini biologik soatlari bor. Bioritmlar deymiz. Biz uni moslashimiz kerak o'zimiz. To'g'ri moslashimiz kerak. Ya'ni aynan kechki uyquni nima qilish. Endi ba'zi sohalar bor, kech payt faqat nima deydi? Ishlaydi, kunduz dam oladi. Da, shunaqa sohalar endi bor. majbur shunga. O'zi bu noto'g'riroq narsa o'zi aslida. Majbur. Qanaqa sohalar? Misol, xirurgik sohalar bizni o'zimizda oladigan bo'lsak, o'zimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, media sohasida ham dejur turasizda. Kech payt dejur turasiz, uxlamaysiz. Shunchdan ham statistika qilinganda tibbiyot nimalari bo'yicha eng doktorlarda eng umri qisqalari birinchisi anesteziologlar bo'lgan. O'rta yashash davri anesteziolog, reanimatolog degan soha bor. Nimaga unaqa? Narkoz beradi bular и nima? Jonlantiradi. Misol, og'ir kasallarni jonlantirish, reanimatsiyaga tushib qoladi-yu, reanimatsiyaga, komaga tushib qoladi. Shu bilan shug'ullanadi-da. Ko'p perejvat qilgani uchun kam yashaydi demoqchimisiz shunda ularni? Ham ko'p perejvat qiladi, ham dejurstvo ko'p turadi. Kechki nima? Uyqu yo'q. Kutilmagandagi kechki normal uyqu yo'qda bular. Endi dejurstvolarda oyoq bu yoq chekkalariga kirib olib 1-2 soat uxlab olishi mumkin. No, o'sha normal to'g'ri uyqu rejimi yo'qda. To'g'rimi? Xirurglar ham ko'p nima turadi. Dejur turadi. Shuni evaziga mana adashmasam, o'sha statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, dunyoning statistikasi. O'rta yashash davri anesteziologlar juda pasaytirib yuborgan. 49 yoshda. Xirurglar 59, adashdim, 59. Xirurglarda 66 yosh. Xirurglarda 66. Men prinsipda 66 normalniy. Yo'q, dunyo misol rivojlangan davlatlarda qilinganda bu esa
rivojlangan davlatlarda Kanada, Yaponiya ular 85 yoshdan baland bular o'rta yashash davri. Bizda O'zbekistonda erkaklar 69 yosh. 69. Qancha farq bor? 15 yildan katta farq bor. Ziyod bor. To'g'rimi? Aynan demak, kechki uyquni bo'lmasligi oqsil biosintezi deymiz. Oqsil biosintezini aynan kech payt bo'ladi. Uxlayotganingizda maza qilib, bo'ladi. Shu jarayonlar keyin o'sha melatonin gormoni ishlab chiqarilishini buzilishi, melatonin doimiy melatonin yetishmovchilik holatlari oqibatida demak odamda yashovchanlik, ya'ni Allohdan hamma yo'q, lekin statistikalar shuni ko'rsatyapti, umri qisqarib boradi. Oddiy odamlarimizda ham shunaqa. Demak, to'g'ri uxlamaslik, to'g'ri ovqatlanmaslik, kam harakatlilik umrini qisqarishiga olib keladi. Olib keluvchi eng ключевой faktorlardan biri. Ne только umrini qisqarish. Biz hozir nima haqida gapirmoqchi bo'lyapmiz? Hayotini sifatini. Hayot sifati tushib ketadi. Hayot sifati normalniy seks yo'q. To'g'rimi? Chiqib futbol o'ynayman desa, futbol o'ynalmaydi. Yugurolmaydi. To'g'rimi? Milliardlar o'yini hozir. Futbol misol. Nimadir borib sport zalga chiqaman desa, yuragi bezovta qilib qo'yadi. Уже pishibman deydi, chiqmay ham qo'yaveradi. Shunday, motivatsiya yo'q deydi. Shu joyda ko'p trenerlarda ham noto'g'ri xatti-harakatlari bor. Oshiqcha yuklama beraveradi. Birinchi chiqqan bolaga oshiqcha yuklamang. Chunki bu trenerlarda bor narsa. Nimaga deganda men o'zim ko'pida ko'rganimda o'ylashar ekanki, trener kuchli deb o'ylashsin, trenirovkasini og'ir bo'ldi deb o'ylashsin deb ko'p nagruska beraverar ekan. Ya'ni o'sha yuklamalar ko'paytiraverar ekan. Bu bor narsa. Men ko'p gapirganman ko'p trenerlarga, unaqa qilinmaydi. Ko'r avval siloviy показательni. Nimaga erishgan u, nima qila olgan, qachon shug'ullangan oxirgi marta? U ko'chada yoki ishxonasida ruchka ko'tarib yurgan odammi? To'g'risida. Sizlarda ishlaringda effektivnost muhimda. Albatta. Minimal harakat bilan yaxshi maksimal effekt olish muhim. Bu yerda individual yondashiladi. Individual yondashish kerak. Odamda o'zini mashqini, xuddi shunaqa psixologiyasi bor, uni siloviy показательlari bor, uni gormonal balansidagi buzilishlari bor. Sila voля. Hammasi ichki уверенность oshirish kerak bu yerda, psixologik ishlash kerak bu yerda. Tez rezultat beraman deb ko'p nagruska berib qo'yib, uni sog'lig'iga yana bir ziyon ham qilib qo'yishar ekanda, to'g'rimi? Nabrot rezultat ham bera olmaydi. Rezultat ham bera olmaydi. Rezultat bermaydi. Nagruska ko'payib ketgan hisobida boya aytgandaqa, Sanjar aka aytgandaqa yuragi nagruska ko'payib ketib qoladi, naborot motivatsiyasi tushib ketib qoladi, charchab o'lib qoladi-yu, keyin nima deydi? Bo'ldi, trenirovka o'zi shunaqa bo'lishi kerak deydi. O'zi o'rtacha shug'ullanish vaqti qancha, Sirojbek? Mana biz hozir professional sport haqida gap ketmayapmiz. Gap ketmayapti. Endi jicha sportga ham aralashaman, xafa bo'lmaysiz. Bemalol. Sababi ancha yoshligimdan sport bilan shug'ullangan odamman. Nima sport? Sportni ko'rmagan turim qolmagan. Boksdan boshlab bodybuildinggacha shug'ullangan. Men sizga rasmlarni ham ko'rsataman. Oldingi rasmlarni. Duorasiz. Boshqa. Demak, farma qilgansiz. Aylanib kelib yaxshilab o'rgangan odam, o'zi farma bilan shug'ullanib yurgan odam, oxir aylanib kelib, farma qilmaganman-ku, endi bo'lgan desa ham bo'ladi. Anaqada. Nima deydi? Bitta ikkita qiziqishiga bo'lgan joylari bo'lgan. Buni tan olish kerak. Bo'lib ham u sложный farmakologiya emas, o'sha paytda ritabalil degan dori bo'lardi. Ukolmi? Ukol. Ishtaha ochib shishiradi, vez beradi. Ritabalil qilinadi, haqiqatan nima, o'sha o'zi ritabalil arzimagan nima hisoblanadi. Ritabalil u nega zo'r effekt beradi? Siz ozg'in bo'lganmisiz? Yoshligingizda ozg'in bo'lganmisiz? Ozg'in bo'lmaganman. Normostenik, даже giperstenikka to'g'ri keladi. Nimaga? Показательlarni kuchaytiradi. Ras trenirovkada, misol bodybuilding bilan shug'ullanganimda, trenirovkada meni maqsadim ves olish bo'lsa, menda naborot bo'linib ketish ko'p. Relyef kuchayib ketadi. Yo'q. Tana shunda qurib qolib, metabolizm tez bo'lgan. Metabolizm tez bo'lgan. Возрastda yoshlarga nisbatan metabolizm tez ishlagan hisobida. U ham zarar qilib qo'yadi, metabolizm tez bo'lib qolsa. Yo'q, metabolizm tez bo'lgani yaxshi o'zi mana. Aslida, lekin bu insonlarga yaxshi bo'lmagan, yoqmagan. Ishib katta bo'lib ketish kerak. Metabolizm tezkor ishlab. U paytda trend boshqa bo'lgan. Yo'q. U paytlardagi trend boshqa bo'lgan. Tushunarli. Bichok bo'lish. Tushunarli. Hozir unaqa emas-ku. Yo'q. Hozir u naborot hamma o'sha odamlar hamma shuni bo'ldi. U уже qoldi, eskirdi. Bu yerda relyef muhim, fizika muhimligi nima? Количество.
Vesga ishlardim, og'ir Ha. veslar bilan. Lekin nima kuchayib ketardi? Relyef kuchi fizika kuchayib ketaveradi. Ha. Lekin ishi ambal bo'lib ketmagan-sizda, to'g'rimi? Bo'lgan endi endi примерно 85 kilogramm toza мышечный massa bo'lgan. Yaxshi Juda мышечный katta, massa. juda katta. Yaxshi rezultatlar bo'lgan. Endi men necha yil bo'ldi oxirgi marta shug'ullanganimga aytaymi? Bu bodybuilding bilan yaxshi shug'ullanganimga 6-kursda shug'ullanganman. Qaysi 6-kurs? Kollejdami, institutdami? Magistrdami? Kollejda chiqib 3 yil bo'ldi. 2016-yil ekan. 10 yil. 10 yil bo'ldi. Qachon 9 yil. 10 yil. Lekin kerak bo'lsa, men o'shandan beri men tosh ko'tarmaganman va saqlanganda ko'p narsa. Men o'ylayman, hozir 1 oy, 2 oy akkuratni, cho'tki po planu ishlasam, yana o'sha formaga qaytib olasan. Chunki bu men 2020 chiqibman, 1 oy zalga chiqqanman. 2020 hamma zerikib qolgan payt. Doktorlar mana nima qilgan deydi. 2022-yil umraga borib kelganman. Umraga borib kelib, keyin bolalar zalga chiqaylik bo'lib ketdi-da. Shogirdlar bilan keyin bo'ldi, zalga chiqadigan bo'ldik. 3 kishi zalga chiqadigan bo'ldik-da. Zalga chiqib rasmlarim bor o'shanda degan. Haqiqiy ximiya qilganda qilib qoldim-da. Demak qilgansiz-da. Yo'q. Aniq qilgan. Mishni pamitda u, to'g'rimi? Sirojdan aka? Резко haligi shunaqa zo'r o'zgarish bo'ldi, hali o'zim ham bildim-da. Hali мышечный pamyat bor narsa-da. Saqlanadi bular. Saqlanadi. Nagruska bersangiz effekt bo'ladi. Zo'r mishsaga ega bo'lgan inson bitta tashlab qo'yib qanaqadir vaqtdan bossa, u tezroq mishni pamyat bor. Tez qaytadi-da. Bor. Faqatgina suxuy mishni massani yig'ish uchun vaqt talab qiladi. Vaqt talab qiladi. Agar palapartish qilib tashlansa, hech qanaqa narsa yig'ilmaydi. Shunchaki suv, yog' va hokazo yig'iladi, yana obratga qaytib ketadi. Menda savol paydo bo'lyapti-da. Siz уже 6 yil doktorlik o'qib qo'ygan bo'lgansiz-da, misol uchun. Endi mo'jda oxirroq boshlagan bo'lsangiz, 4 yil 5 yil o'qib qo'ygansiz. Farma qilsiz ekan boshlaysiz. Men farma qilmaganman. U relitabalil. Misol uchun u narsani baribir zarari bor-da. U narsani siz ko'pchiligiga qaragan 90% qolgan qaragan yaxshiroq bo'lgansiz. Agar xotiram pand bermasa, yo 1 marta yo 2 marta qilingan relitabalil. Uni rezultati ham bo'lmagan qilgan ishim. Shunaqa deyiladi. Chunki nimaga? Men nimaga olganman? U rezultatga chiqib bo'lganman. U rezultat qaytib ketib qolgani uchun nima qilganman? Haligi pauzalar, u vaqt bo'lmasdi doimo. O'sha narsa tezroq chiqib qolay degan maqsad. Yana o'sha eski nimamga qaytib olish uchun bo'lgan. O'shaning uchun tez nima qiladi, haqiqatan ham yordam beradi boshqa. Keyin farmakologiya, sportivnaya farmakologiya bu zarar, sportivnaya farmakologiya bu zarar deganimiz bilan misol uchun hammaga ham zarar individual deyapmiz-ku. Da. Zarar yo'q bo'lishi ham mumkin kimgadir. Kimgadir zarar bo'lmasligi ham mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. Agar to'g'ri qilinsa. Bo'lmasligi ham mumkin. Albatta. Agar после kursi просто bu yerda hech kimni ta'rif qilmaymiz, o'rtoqlar, o'zingizlar individualni olib o'zingizlar qilib yurmanglar. Buni malakali shifokor aytyaptilar. Bitta narsaga e'tibor berish kerak. Odamlarimiz bilmayman nimaga juda ham sayos fikrlaydigan. Nega ham ko'payib ketdi-da, shunaqasi ham ko'payib ketdi. Tez vivod chiqarib oladi. Qaysidir tizerlarda men doim sportivniy farmakologiyaga doim qarshi bo'lganman. Doim qarshi bo'lganman. Kimlarda? Oddiy odamlarda. Yoki salomatlik uchun sportga chiqmoqchi bo'lgan odamlarda miyasini zaharlab bo'lmaydi. Agar mana shu sport evaziga u pul topmoqchi bo'lsa, mana shu sport evaziga bu titullarga erishmoqchi bo'lsa, какой-то anaqa motivatsiyasi bo'lsa bu sportda, professionallik darajasi bor-ku, bu boshqa masala. Bu boshqa masala. Bular iloji yo'q qiladi. Lekin o'sha riskni tushunib qiladi. Shu riskim bor baribir. Bu ertaga menga zarar keltirishi mumkin degan Xo'p, hamma yo'qda o'zi sportivniy farmakologiya bo'yicha konkretni nima yo'q o'zi, rekomendatsiya yo'q. Shu xato. Mana shu rekomendatsiyani ishlab chiqish kerak dunyoda. Mana shu xato. Bab individualniy do'st u hammaga. Individualniy, lekin определенный standartlar bo'lish kerak-ku. O'sha standartlardan kelib chiqib individualniy nima qilasiz. Hammaga bitta narsa qilma. Shablon, bitta shablon bilan hammani podamasi u do'stlar. Standart bo'lish kerak, dozirovkalar bo'lish kerak, na kilogramm massu nima. Bu признанный bo'lish kerak dunyoda ilmiy nimalarda признанный bo'lish kerak, to'g'rimi? Shunaqa. Bu nimaga shunaqa? Chunki malaizученный hali.
Farmakologiya sohasi. Sportivniy farmakologiyani o'zi umuman massivi ko'p qilmaydida, ko'pchilik qilmaydi-yu. Birinchidan sharoit yetmaydi. Ikkinchidan baribir odamlar nimaku salomatlik uchun nima uchun yoki bir marta ikki marta qilib qo'yadi, muntazam qilmaydi. Professional bodybuilderlar qilishi mumkin, muntazam qilishi mumkin. Bular o'shaning uchun baribir maloizученный hisoblanadi. Keyin baribir sport komitetlarini nimasi ham borda, o'ziga yarasha qarshiliklari ham bor. Bu nimani kirib kelishini bu yerda katta ishlar borda va politika boshqa shuning uchun momentlari bor bu narsani. Uni kam dozировкада bir marta ikki marta qilib ko'rishgan odamlar bor do'st. Unaqa qilgandan keyin ham tanadan yuvib tashlash kerakmi? После kursovoy terapiya qilinadi, chistka deyishadi. Chistka. Chistkada Dozasiga qarab bo'lishi yuvish kerak. mumkin bo'lgan asoratlarni bir muncha oldini oladi. Bir muncha. Lekin doim emasda. Individual. Hammaga individual. Kimgadir, misol uchun, shu bik o'zi organizm baquvvat, unga farma qildingiz, shu farma negativni ta'sir qilib yuborishi mumkin-da. U sog'lom odam-ku. Endi bu seriozniy ximiya preparat. Sog'lom odamga ximiya preparat qilib bermaymiz-ku. Oldimizga keladi, misol manaqa jicha ozgina yengil muammolarni aytsa, biz srazu doriga yopishmaymiz-da. Biz berib ko'rishimiz mumkin. Misol uchun o't preparat, fitopreparat deymiz. Fitopreparatlar yoki biologik aktiv добавкалар. Mana shularda o'zida rezultat bo'lib qolishi mumkin-da. Yashash tarzini nimasini to'g'irlash. Srazu misol uchun nima ximiya preparatga yopishmaymiz-da. Biz o'zimiz tajribamizdan antibiotik bo'ladimi, zamburug'ga qarshi dorilar. Birinchi sal yengilrog'ini berib ko'rib, keyin gormonlar bo'ladi. Tekshirib olasiz. Oldin anaqa shans berib ko'rish kerak-da. Organizm o'ziga qanaqa qabul qilishini ko'rish uchun. Ko'p kasalliklarda shunaqa prinsip от малого начинается. Shunaqa. Ya'ni ozidan boshlab turib ko'riladi. Kimgadir oz narsa yordam, kimgadir hamma resurslarni qilasiz, keyin effekt olasiz. Lekin bizda umuman boshqacha yondashuv bor trenerlarda. Menda yo'q, lekin bu men o'zim farmakologiyaga qarshi odamman. Buni bilasiz, aytganman. Kelishib bilan farma qilish kerak deydi. Zalga chiqishing bilan, farma qilsang deydi, menday bo'lasan deydi. Men eshitganlarimda bolalar kelgan problemalari bilan narsa toshib ketgan. Ugrilarni aknelar 3-stependa. U kursiz xorasida xuniydi. U chiroyli bo'lish uchun chiqyapti. U bechora chiroyli bo'lish uchun zalga chiqyapti, yana pul ham to'layapti o'sha narsa uchun. Yetmaganiga hamma narsalar toshib ketyapti. Endi pastel temas umuman boshqa. Uxladi, chunki testosteron raketa bilan chiqdi-da, raketa bilan tushib ketdi. Gormonal balans buzildi-ku o'sha hisobda. Butun boshli hayotiga, ishiga, oilaviy munosabatlariga ta'sir ko'rsatyapti. O'zidan o'zi asabiy, nima holatganini o'zi tushunmaydi. Juda ko'pchilik kelgan, aka. Maqsad trenerlarda yomonlash emas, ochiq gapda. Sal insofli bo'l. Birinchidan. Ikkinchidan aytaman, qilma emas, baribir qilasan. Hozir siz bilan biz gapiryapmiz-ku, baribir qiladi. Qiladi. No, aytmoqchimanki, individual qil deymi, ras 5 oy, 6 oy professionalizmga qarab, PKTsi bilan olib chiqib, mana do holating, mana hozirgi holatingdagi analizlaring joy-joy tushyapti. Ba'zi bir balansdagi gormonlar 6 oyda vasstaniyat qiladi. O'shaning uchun mana bunaqa ish qilishimiz kerak degan gap so'z bilan qil. Boya aytgandek 2 oy qiladi-da, keyin dalch продолжениеga hansi pul yo'q, hansi trenerda qolmagan. PKT qilamizmi desa, normal hech narsa chiqmadi, akne yo'q-ku. Turibdi, bu. Hakika tak, aka. O'zlash farmakologiya ham sog'ligi birinchi o'rinda turishi kerak-ku. To'g'ri, 100%. Sport o'z maqsadi shu-ku. Shunaqa. O'zlash farmakologiya ham qimmat. Juda. Men ochiq aytaman, aka. Qilaman. Bilmayman, o'zimga ham qilaman. Ba'zi bir odamlarimga ham qilaman, lekin ogohlantiraman. Qilamiz. Check up qilamiz birinchi, rozi bo'lsang. Va gormonal balans har 3 haftada o'zgarish boshlaydigan joylari bor. Har 3 haftada agar uzoqlashib ketsa, tekshiramiz 25-26 kunda. Shu jarayon bizga 5-6 oyga ketishadi. Agar farmadan tashqari har 25 kun analiz topshirishing, vitaminlar tugab qolishidagi обновить qilishga расход, ovqatlanish pitaniyasi. Chunki farmakologiyaga kirgan odam absolyutni dietasiga qarash kerak. Ozgincha buzib qo'ysa ham
chunki katta dozirovkadagi sun'iy narsalar kirgani hisob jigar ketib qoladi, bilasizmi? Aytaman, ogohlantiraman. Mana shunaqa qila olasanmi? Ha. Hamma narsa shu paplani ketadimi, sabring yetadimi? Ertaga yarim yo'lga kelib turib tashlab ketsang, hammasi ketib qoladi. Farmakologiya ham bu sportivniy farmakologiya katta disiplinada bu. Shunaqa. Bu disiplinani qilolmaydigan, punktualniy odam bo'lmasa, bu narsani qilmagani yaxshi. qilmagani ham qilmagan, конечно, qilmagani yaxshi. Endi to'g'ri aytyapti Sirojjon aka, bu yerda monitoring bo'lishi kerak. Albatta. Chunki vobshe qarshi ko'rsatma bordi bunga. Shunaqa. Biz ko'p ko'ramiz. Mana biz ham qilamizlar. Sportivniy farmakologiya emas bizniki. Bizniki mana GZT qilamiz. Qaysi bir gormonlar yetmayotgan bo'lsa. Testosteron yetmaydi ko'pincha yosh o'tgandan keyin. Andropauza deymiz. Da. Yosh o'tgandan keyin testosteron kamayib ketadi. O'zida haqiqatan fiziologik testosteron shu darajada kamayib ketadiki, u hamma simptomlar bo'ladi-da. Apparat ishlamaydi, kuchsizlik, holsizlik, kognitiv funksiyalar deymiz-ku, mana miyani ishlash nimalari, hisob-kitob, pametlar, hamma testosteron past simptomlar уже kasalda shu bunday ko'rganda o'zi biladigan holatlar bor-da, ba'zi holatlar bor. Shunday ko'rganda o'zi bilib qolasiz. Odam уже qarayotganini o'zi his qiladi, qarayotganini. O'zi aslida men professor Margen Taylor degan Amerikada juda ham olim odam bor. Menimcha testosteronni hech kim unchalik izuchat qilmagan dunyoda. Shu odam testosteron zamестительный terapiyani o'sha boshqa уровеньga olib chiqqan odamda. Aytadiki, nima odam o'lsa, mana o'ladi-yu, qari, 70 testosteron yo'qligidan o'ladi. Yo'q. Ha. Testosteron Bu yo'qligidan. erkak kishilarga aloqasi bor. Ha, testosteron chunki bizni boshqaradi. O'zi tanani, organizmni nerv va endokrin tizimini boshqaradi. Shunaqa. Ayollarda boshqa gormonlar boshqaradi, erkaklarda boshqa erkaklik gormonlari. Testosteron, misol. Testosteron motor. Erkak kishi uchun motor. Endi testosteron yosh o'tgandan keyin ishlab chiqarish ba'zi holatlar bo'ladi. Tем более hozirgi zamonda bu ko'payib ketdi. Pasayib borib, juda pasayib ketib qoladi-da. Ko'p funksiyalarimiz biz buzilishni boshlaydi. Alzgeymer degan kasalliklar, rasseyniy skleroz juda tez bo'lib, даже miyani organik muammolargacha olib kelishi mumkin. Yana kuchsizlik evaziga yo odam o'ta katta semirib ketishi mumkin, yo odam o'ta ozib kaheksiya bo'lib, sarkopeniyalar osilib qoladi-yu tana. Mana shunaqa holatlar. Unga ham testosteron bog'liq demoqchisiz. Hamma narsa. Конечно. Yo'q. Hamma narsaga. Mana shu testosteron yetmayotgani odamda shu konkretniy dalolatidan Alzgeymer dedilar, keyin skleroz dedilar, miya faoliyatidagi kasalliklar, unga ham даже testosteron bog'liq. Bizda faqatgina sal boshqacharoq. Mana miyani ishlash koeffitsiyenti bor-ku, intellektuallik, mana nimalar ham testosteron roli katta-da. Testosteroni yaxshi bo'lgan odamlarda работоспособность, умственная работоспособность, физическая работоспособность deymiz, ya'ni aqliy hamda jismoniy mehnat layoqati kuchli bo'ladi bular. Tez charchab qolmaydi bular. Tez charchab qolmaydi. Nimada bo'ladi doim. O'sha aqliy nimani 8 soat bajarish kerak bo'lsa, aqliy ishni bajara oladi. Shunaqa. Testosteroni pastlarida 4 soatdan keyin уже miya aynishni boshlaydi. Odam charchab o'zi nima bo'lib qoladi. Bizda bo'lgan motivatsiyaga ham testosteron primol bog'liq. Albatta. Men aytaman, birinchi kelgan odam bilan biz suhbatlashamiz. Nima uchun check-up? O'sha testosteronlarni ko'rib olish, vitamin D'larni ko'rib olish, TTG shetavetkalarni ko'rib olish. Bizda faqatgina boshqacha format bor, o'zbekona format. Yiqilmaguncha bormaydi. Trenerga bormaydi. Anaqaga ham, rolikka ham. Yo'q, hech qaysiga yiqilmaguncha boring. Men soppa-sog'lomman deydi. Nimadan chetga chiqib qoldik. Haligi o'sha aytmoqchi bo'lganim, bitta narsani gapirdim-da, cho'zilib ketib qolgan. Suhbatdan Manada biz ham qilamiz deyapman. Не только trenerlar, biz ham qilamiz. Gormon zamестительный terapiya. O'sha показания bor, qilish kerak. Shu odamga qilmasa bo'lmaydi. Shunda ham qarshi ko'rsatma yo'qligini check-up qilib olish kerak-da. Hop, gormonlarni ko'rdik. Razвернутый. Jigarda markyorlari bor.
fermentlar bor. Uni ko'rdik, ko'tarilmagan, yaxshi turibdi. Funksionalnost. Aytaylik, qonda ivish tizimi bor. Yaxshi. Koagulogram Da. deymiz. Shu yaxshi. Aytaylik, umumiy qon tahlilida gematokrit ko'rsatkichlari bor. Ular. Mana shu narsalarga zarar keltirib qo'yadi o'zi tashqaridan qilgan ekzogen testosteron. Yana bitta muhim nima bor? Markyor, onkomarkyorlar. PSA degan prostata bezi saratonini markyori bor. Chunki testosteron zamestительный terapiya rak prostataga chaqirish mumkin yoki bor rak prostatani rivojlantirib yuborishi mumkin. Искусственный testosteron urganda. Bu rivojlantirib yuborishi mumkin-da. Endi u rak prostata hammada ham uchramaydi-yu. Lekin yosh katta erkaklarda rak onkologik kasalliklar bo'yicha erkaklarda uchrashi mumkin bo'lgan birinchi raqamli Shunaqa. nima kasallik. Shu monitoring qildik, to есть check up qildik birinchi. Ko'rdik, zo'r testosteron bosamiz. Qilamiz, 3 oydan keyin qaytaramiz. Da. Har 3 oy monitoring qilish kerak. Testosteron zamestительный terapiyani просто qilib yurilmaydi, mumkin emas. Chunki buni asorati bo'lishi mumkin buni. Shunaqa. Asoratlari bilan o'sha bemor bilan biz gaplashamiz. Mana narsalar kutishimiz mumkin. Shu narsalarni biz zo'r nimada ushlashimiz uchun, matematikasini moshni ushlashimiz uchun sizga bu narsa faqatgina foyda keltirish uchun, faqat foyda keltirib, zarar keltirib qo'ymasligi uchun buni monitoring qilish kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi. Shunaqa. Testosteronni искусственный qilishdan oldin uni o'zinglar nima deysizlar? Birinchi trener bilan suhbatlashib, trenerning ko'rsatmasi yordamida qilgan yaxshimi yoki doktorga borib, urolog shifokor oldiga borib qildirgan yaxshimi? Bizda mana mahalliylashganda hamma narsa. Rivojlangan davlatlarga qaraydigan bo'lsak, u yerda trener bu ish bilan shug'ullanmaydi. Shunaqa. Chunki javobgarlik juda baland. Mumkin emas bu narsa. Bizda javobgarlik bormi? Bizda ham bor. Chunki testosteron hayotini boshqaradi degani, testosteronni bizib qo'yib, siz aytganingizdek pastga olib tushib qo'ygandan keyin hayoti buzildi deganda. Bizda ham bor. Javobgarlik bizda faqat bizda hayoti buzilgandan keyin gormonal balans buziladi-yu. O'zini miyasini o'zi urishib qoladi-da, trener o'zalashib ketadi, bularni trener qolib ketadi. To'g'risi-da. Agar javobgarlik bo'lsa, lutcha oxirgacha borib trener bilan ochiq aytaman, 7 yil qamoq jazosi bor. 7 yil? Ha, ochiq. Menimcha справедливый deb o'ylayman. Bizda ishlaydi. Bu qonun bizda ishlaydi. 7 yil bor. Chunki bu seriozli dorilar. Ha, o'sha hayotini buzib qo'yish mumkin ekan. Insonni hayoti buzilib ketadi bu yerda. Bu bitta qilganda shunaqa anafilaktik shok bo'lishi mumkinki. Buni bilib bo'lmaydi-da, tibbiyotda bilib bo'lmaydi-yu. Anafilaktik shok bo'lib qolsa, endi o'z vaqtida qilinayotgan chora-tadbirlarda evaziga ko'pincha qutqarib qolinadi. Ba'zi holatlar bor, bemorni qutqarib bo'lmaydi. Срочно traxeostomiya qo'yiladi. Shunaqa. Chunki nafas yo'llarini siqib qo'ydi. Yoki o'sha bronxoskopiya. Bu juda seryoz narsa-da. Uni hattoki maxsus diplomированный doktorlar qilishga haqqi yo'q. Terapevtlar qilishga haqqi yo'q bu narsani misol uchun. Shunaqa. Lekin mana men o'zim aytib beraman. Rakoviy klitkalar ochilish masalasi bo'yicha-da gormon rosti bilasiz. Gormon rostini absolyutно hamma yaxshi ko'radi. Aksariyat insonlar menga keladi-da, hech narsa yo'q hali. Gormon rosti qilsam nima bo'ladi deydi. Savol beraman-da. Gormon rosti nima o'zi? Kim sizga tavsiya qildi? Qancha qilish kerak desa, bir okam aytdi, u aytdi. Inson o'zini hayotini shu darajada bir yengil baholaydi-ki, aka. Последствиясini bilmaydi-ku. Tushunmayapti. Ma'lumot yo'q-da, ma'lumot. Gormon menga yozadi. Gormon rosti sotasizmi deydi. Men aytaman, sotmayman. Men umuman bunaqa narsa sotmayman. Lekin men o'zimni tajribamda bo'lgan narsa, gormon rosti maksimum 4 oy, 5 oy. Bo'ldi, undan yog'i уже ketdi. Toshni ochadi rakoviy qilishgan. Lekin men o'sha sportga kirganimdan keyin musobaqa menga titul boya aytganingizdek titul kerak bo'lgani uchun men 1 yil qilganman. Ochilgan. Jiroviklar ko'payib ketgan badanda. Bu yerda to'xtatish kerak bo'lgan insonlar bo'lgan, lekin to'xtatishmagan. Endi o'zim o'qib, mana shu hozirgi darajamizga alhamdulillah kelganimizdan keyin tushunib yetganim shu bo'ldiki, bu yerda marketing ham bor ekan.
Marketing agar to'xtatsa, marketingga ta'sir qiladi. To'xtatmasa, meni sog'lig'im ketadi. Ha, shunda farmani yozib berayotgan Odam trenerga do'la kelib turgan u yerdan Kelib olganingiz turgan. uchun. Конечно, har 20 kunda bitta boshqa garmon tugatsangiz $150 Pul uchun kimdir price tag'ini yoqmaydi. hayotini buzib olishi U mumkin, yoqi to'g'ri. emasda. Shunaqa insonlar bilan ham ishlab ko'rdim-da. Hozir bormi shunaqalar? Bor, to'lab yotish qancha kerak? Yo'q, kerak? unaqa podrяд hammasini yozib berayotganlar, pul uchun urib tashlayotganlar bilarmikan pozitsiyasi borligini, 7 yil ertaga Yo'q, seriozniy ertaga javobgarligi nimadir bo'lib borligi. qolsa, ha, san deydi, mana Noto'g'ri qilgansiz. san noto'g'ri qilgansan, siz bilasiz, Sanjarga, tajribamizda bor. San deydi, yema degan narsani yeb qo'ygansan deydi. Bo'ldi. O'ziga Ha, o'ziga yuklaydi, o'zini aybdor qiladi, o'zlari suvdan quruq chiqadi. Isbotlab berish iloji endi bormi? endi ответственности bu trenerda birinchi raqamda trenerda emasda voy. Ha. O'zida, odamni o'zida. Hmm. Kalla yo'qmi? U trener Kalla yo'q. ответственности bo'yniga olgan yo'q. Yo yuridически qo'l qo'ygan yo'q. Shunaqa. Nimagadir. Shunaqa, To'g'rimi? shunaqa. Ha, endi o'shaning uchun o'zi, ha, demak, mana shuncha serьезный preparatlarni men olishim kerak ekan deb turib, bir shunga o'zi malakasi yetarli bo'lmagan odam, ha? U nima olyapti? Endi u uquvsizlikda. Просто Yo'q. biz mana shunaqa podkast, mana shunaqa narsalarni biz ko'tarib chiqsak, odamlar ko'radi, ularda nimasi rivojlanadi. Da tushuncha shakllanadi. Da. Va yaqinda ham nima bo'ldi? Hate bo'ldi rosa. Bizda My5 kanaliga chaqirib, o'sha temada ozgina suhbat qilindi. Blitz intervyu qilindi. Blitz intervyuda ham o'zi keng yoritib berdim-da ko'p narsalarni. Yoritib bersam, именно o'sha hype'ga to'g'ri keladigan joylarni kesganda, qo'yib tashlaganda, hammada negativ уже nima paydo bo'lgan. И u yerda meditsinskiy statistikalar, известный jurnallardagi holatlarda isbotlangan tibbiyot qonun qoidalari bilan gapirilgan joylar yo'q. Yo'q. Ha, unaqa bo'lmaydi. И yozib qo'yapti 2,5 mingta bodybuilder Farmakologiyada o'lib ketyapti. o'lib ketdi. Nima degan statistika? Shunaqa. Har yili 2,5 mingta bu. Uni meni nimamiz Zaglov men gapirmaganman uni. O'sha siz gapirganingizni kes olib shu 2,5 mingtasi o'lib ketdi deb turib qo'yib uni. Statiya qilib. Bepish bo'lib qoldi 2,5 mingta. U statistikani men berganim yo'q. Lekin ashran qilib aytgancha bu testosteron, xususiy testosteron не только mana shaxs xususiy mana podkast nimalar, davlat televideniyalari ham mana shunaqa уже hype'ga уже o'tyapti. Chunki reytingni oshirish uchun aktiv olish. Endi aktiv prosmotrdan keladi-yu. Endi prosmotr uchun aka mana bu ochiq aytaman, podkastimiz boshida aytdim-ku, bizaga hype yoki boshqa narsa kerak emas. O'shaning uchun ham aytganmanki, saviya darajasi va biz berayotgan insightlar, biza berayotgan ma'lumotlar kimgadir foyda bersin. Foyda bersin. 3 ta odam ko'radimi? 300 ta odam, 3000 ta odam, 30 ming ta odam bittasi olsin, 10 tasi olsin, 100 tasi olsin aka. Siz berayotgan ma'lumotni, biz berayotgan ma'lumot olsin, shu tushunsinki, ha, haqiqatan da farmakologiya bu zarar. Lekin bizani aksariyat yoshlarimiz hammasida miyasida o'tirib qo'ygan narsa bor. Kiraman, 2 ta dekan uraman, bo'ldi, kattalashaman. Ketdi, spermazayt uxladi, tushib ketdi. Nimani to'g'ri, miyani to'g'ri perestroyga qilish kerak. Ular o'zlarini yo'nalishiga to'g'rilab olishadi. Fatvoni o'zlariga to'g'rilab olishadi. Mana shu narsani 2 oy qilaman, bo'ldi, mana shu bilan keyin chiqib ketaman. To'xtataman deydi. Zato zo'r rezultat olaman. Endi uylangan bolaga savol berasiz. Qanaqa bo'lyapti pastelni rejimsiz? Zo'r deydi. Hammasi zo'r. Mana hech narsa bo'lmadi deydi. Bor analiz topshirib ko'r, spermazaytga topshir. Uxladi hammasi. 3 oydan keyin ta'sir ko'rsatadi-yu. 3 oydan keyin raketa bilan tushib ketgan narsa yana ham chuqurga tushib ketganidan keyin hayron, shokga holat. Nima bo'lyapti deydi-da. Yaqinda bitta holat bo'ldi. Bitta bemorim keldi. Ko'rikam bo'lsa katta salom. Haligi sportini farma qilgan, 2 marta qilgan. Hali bola umuman sportsmen emasdi. Вообще vit yo'qda. Bu birinchidan farmakologiya bilan effekt olmagan. Nimadir не то qilingan. Yo trenirovka, yo nimadir не то bo'lgan. Gormonal balans yoki trenirovka yoki ovqatlanish. U bola ko'rmoqchi. Kelyapti, urug' topshiryapti, urug' absolyutno nol. Aziz spermiya. Keyin nima oluvdingmi desam, ha oluvdim dedi. Farma qildim biza.
Shuni hisobiga bo'lgandim. Chunki u bolalari bor, ikkita bolasi bor uni. Ha. Keyin farmani to'xtat dedim. Endi prosta kutamiz xolos dedim. Ha. Shunchaki kutiladi. Bir ikkita o'sha bat berib qo'ydim xolos. Hali dori ham bermadim. Uni восстановлениясini kutasizlarmi shunda? Uni tabiiy o'ziniki chiqishi uchun vaqt kerak. Kutamiz dedik. Chiqadimi yo chiqmasligi ehtimoli ham bor? Chiqadi. Keyin pauza qildik. Hajga boraman dedi. Bo'ldi, ashta borib duo qildim, boshqardim. Borib keldi, urug' topshirdik, hali ham nol. Keyin yana bir 3 oy 4 oy o'tkazdi, keldi, har 3 oy chaqiraman biroq. Ha. Yana topshiruvdi. Haligi nekrozospermiya paydo bo'lgan urug' kam miqdorda, lekin o'liklar. O'liklar ko'p. Lekin borgan sari ko'tarilib bordi haligi narsa. Keyin shu 1 yil atrofida vaqt o'tdi, xotini homilador bo'ldi. Уже восстановиться qildi. Endi buni fanda nima deydi? Transitorniy azospermiya deydi. Ya'ni переходящий, o'tib ketuvchi azospermiya. Ha. Ya'ni sportini farma qilganligi uchun urug' nolga tushganda, keyin yana восстановиться qilgan. Yoki androgen assotsiированный azospermiya deb ham keltiriladi bu narsa. Endi shu holat tiklanmasligi ham mumkin. Juda katta ehtimol. Tiklanmasdan oxirigacha qolib ketadi, umr oxirigacha. Tiklanmasligi ham mumkin. Bu bitta случай, aytdim xolos. Bu случайda demak, bemorda birinchidan farma bilan oz miqdorda qilgan, muntazam qilmagan, farma bilan shug'ullanmagan, o'z vaqtida to'xtatib turib, polniy to'xtatilgan. Kutganmiz. Gormonlar o'zi organizmda o'zi ham kurashadi-da. Kurashib, o'zi to'g'irlab yubordi. Alam qiladigan anog'i forma ham qilmaganlar-da. Shunda qolib ketgan. Ammo xarajat qilgan. Aytmoqchi bo'lganim, hammada ham bu tiklanmasligi mumkin. Ha. Bunaqa случайлар ham juda tajribamizda ko'p. Shuning uchun heyt yozadi boshqa, oxirida bitta video chiqardim. Ko'rdingizmi yo'qmi bilmadim. Reels qildimda. O'sha 3 minut, 4 minutlik gapirdim. Hamma fitness trenerlarga, shu meni fikrimga qo'shilmaydiganlariga qilib gapirib, nima agar qarshiliklar bo'lsa, unaqa aytib turib aqllilik qilmasdan, kelinglar dedim oldimga. Nimani yoqib, kamerani yoqib, sizlar bilan debat qilamiz. Gaplashamiz. Sizni nima dovudingiz bor-u, meni nima dovudim bor. Siz qanchalik ilmiy maqolalarga, ilmga, haqiqiy ilmiy nimada ko'rib naqlamiz. Odamlar o'z xulosasini qilib oladi. Shunaqa bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Hamma o'zini fikrini o'shanda. Xo'p, hozirgi gapim, ya'ni sizdan keyingi gapim fitness murabbiylarga negativ emas, lekin aksariyat juda ko'p, har bir sohada bor bu narsa. Juda ko'p murabbiylar komfort zonada o'zlarini o'sha qanaqadir musobaqaga chiqishgan yokida chiqishmagan, ozgincha olingan, kimdandir eshitgan, internetdan o'qigan yokida ustozi bo'lsa, ustozidan og'zaki olingan bilimlar bilan to'xtab qolgan murabbiylar hozirgi bizning sohamizning eng katta muammosi shu. Rostdan aytaman. Nimaga siz bu narsani gapirib chiqdingiz boyagi videoyingizni? Chunki o'sha gapirishingizga majbur qilishdi o'sha murabbiylar. Ochiq gapdi. Komfort zonada o'zlarini bilimlarini eshitgan boyagi qulog'ida qolgan narsani bo'ldi. Shu prav, shu to'g'ri, shu narsa bilan yurish kerak deb shu odamlarga shu narsani singdirishyapti. Vaholanki bu sport juda ham katta tezlik bilan rivojlanib ketyapti. Bizning O'zbekiston ham tushunib yetyaptiki, to'g'ri, noto'g'ri, boya aytganingizdek 15 yil oldin qanaqa holat bor edi, ani katta bo'lish trend bo'lsa, hozir u narsa trend emas, hozir klassika trend. Pressiz chiqib turishi, relief bo'lishi, rubashkalar kiyganingizni turishi, chiroyli turishi, bu narsa komfort, sog'lik komfortda turishi. Tushunishyaptiki, farmakologiyasiz sog'lig'ini tiklash kerak. Birinchi o'rinda sog'lig'ini tiklash kerak. Ikkinchi o'rinda agar boya aytganingizdek individual podxodda disiplinasi zo'r bo'lsa, xarakteri zo'r bo'lsa, unda qilib ko'radi. Bo'lmasam boyagi nima deydi? Okean bilan siz hozir okeanga chaqiryapsiz akvariumdagi insonlar. Tushundingizmi? Akvariumdagilar okeanga chaqirib qo'ydingiz. Juda ko'p bu har bir sohada bor menimcha bu muammo. Endi ular nimaga
bunaqa informatsionniy videolar chiqarishyapti desa, men o'zimcha o'ylayman-da, boya siz aytdingiz, даже televideniyada o'tib ketibdi hayp uchun. O'sha hayp uchun qilishadi deyman. Qanaqadir bir narsani to'g'ri bo'lib turgan narsani ham noto'g'ri deb gapirsangiz deydi, prosmotringiz oshib ketadi deydi. O'sha narsaga o'tib olishganda. Ochiq gapda aka. Shunga o'tib olishgan. Bodybuilding chempionatini base farma yo'nalishi ham bor ekan-a? Farmasiz Men birinchi marta sizdan eshityapman. Yo'q, yaqinda O'zbekistonni bodybuilderlarimiz borib kelishdi. Yo'q. O'zbekistonda emas, O'zbekistonda, Amerikada. Yevropada bor. Natural bodybuilderlar. Natural bodybuilding. Bor. Bizda yo'q lekin. Bizda yo'q-a? Yo'q, bizda yo'q. Menimcha qo'shish kerak bo'lsa kerak. Bo'ladi yaqin. Bo'lib qolsa kerak. Uning uchun nima doping kontrol kuchli bo'lishi kerak-da. Buni dopingga kiritiladi. Bitta menimcha yagona sportda adashmasam. Doping kontrol kerak bo'lmagan yagona sport bu bodybuilding-a? Shunday. Bo'lmasa mana bu hozir farmakologiya deyapmiz-ku. Bu faqat bodybuilderlar hayolimizga keladi xolos. Boshqa sport nimalari kuchli qiladi. Navrot yengil atletika o'ta kuchli nima qiladi. Motosport o'ta kuchli. Adrenalinni oshirishgan? Yo'q, motosportda qancha 100-150 kilometr masofani bosib o'tish kerak. Выносливость ko'p testosteron. U напряженный ushlab turadi, miyani bitta joyda ushlab turishi, kuch bilan bir xil harakatda turishi, bu narsaga energiya затратный-da. Energiya sarflash kerak. Energiya yetmay qolsa, o'chib qolsa. O'chib qolsa. Elektr mashinada ketyapsiz, yarim yil borib zapravka tugadi, zaryadish tugadi. Eshitdi? Ketdi uxladi. Shunaqa. Tim bo'ldi, tezroq qilish kerak. Nima-yu, nimaga-ku, tezlikka-ku. Kim birinchi borsa yutadi-yu. Shunaqa. Nimaga rosa qiziqardim. Hozir ham sal kam qiziqaman. MMA degan sport yo'q edi O'zbekistonda. Men qiziqqanimda, MMA bilan shug'ullanganimda O'zbekiston bu sport yo'q edi. Biz boyovoy sambodan chiqib shug'ullanib, bor edi-ku, podpolniy aslida. Federatsiya yo'q edi, boshqa. O'sha paytlari o'zi dunyoda ham MMA zo'r rivojlanmaganda, endi anaqa Pride tugab, endi UFC chiqib, o'shanda UFC oldindan bo'lgan, lekin UFC как 3-4 divizion bo'lgan. Pride unda birinchi o'rinda bo'lgan. Yaponskiy organizatsiyalar yirtib olgan bu Amerikani. UFCda boyetslar chiqardi. O'ta nakachinni nima birinchi chempionlar ham nakachinni muskulistlar chiqardi. Geri Gudrach, Vitor Belfort degan sportsmenlar chiqqan. Kevin Randleman, o'sha sportsmenlar hammasi TZTda o'tirgan. Hammasi. 2006-yilmi, 2007-yil qonun kiritilgan. Adashmasam, yo 2004 yo 2006 MMA sportida boksda bor edi. Doping kontrolni kuchaytirish chora-tadbirlari qilinganda, bu dori testosteron, furosemid, maxsus guruh dorilar kiritildi. Ya'ni doping sifatida tan olinadigan bo'ldi. Nimadan отстранить qiladigan bo'ldi. Diskvalifikatsiya qilib yuboradigan bo'ldi. Bitta sportsmenni siz bitta ko'rib bila olasizlarmi shu farmada? Yo farq qilish qiyinmi именно doping endi 100% aniq farqlay olmaysiz baribir. U природный данныйlar bor. Da. Genetik ham bo'lishi mumkin. Misol menda bor shunaqa inson. 70 kilo, lekin ko'rinishi 95 kilo. Tomirlar chiqib yotibdi. Suxoy metabolizm tez. Yegani sari kattalashadi, lekin qorni chiqmaydi, press. Chunki metabolizm tez. Uni ko'rgan odam "Aka, nima rost" deydi. Eng qiziq, unga farq qilish mumkin emas. Nega? Nimaga deyilganda, u mengacha kelganda, menga kelgungacha boshqa trener bilan farma qilib, boshidan tortib oyog'igacha aknalar chiqib ketganda, ugri bosib ketgan. Nima yelishidan qat'iy nazar qayt qilgan, yuzlariga chiqib ketgan, quloqlari hamma joyiga chiqib qizarib, bir 3 oy lechini olgan. Ana undan keyin menga kelgan. Vaholanki unga biz farma qila olmaymiz. Lekin o'zining mishni pamyati zo'r bo'lgani hisobiga bir oy ishlaysiz, boya aytganingizdek, bir oy ishlatsangiz, kattalashib, shishib, zo'r bo'ladi. Vaholanki odamlar nima deydi? Nima farma qilasiz deydi. Unda tanani o'zi signal berar ekan. Agar akada toshib hormonal sistemasi o'ta moshina bo'lganligi uchun, menimcha, o'zi tashqaridan kelgani o'zi lishniy. Shunaqa. Juda. Boya aytib bergan primeringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, qanaqadir vaqt farma qilib turib, reski to'xtatib qo'ygandan keyin shans bor, shu o'ziga kelishiga tanasiz. Yo'q, u yerda Sanjar akam sal boshqacharoq aytdilar.
o'z vaqtida to'xtatib qo'yildi dedilar. O'zini vaqtida Vaqtida bularga kelib murojaat qilganlarida уже u menimcha endi boshlagan bo'lgan jarayon bo'lgan. Neprofessionallik qilingan. Neprofessionallik qilinganda ham o'zi u ko'p nima olmagan. Shunday. Preparat olmagan. Shuni o'ziyoq unga ta'sir qilib qo'yganda. Misol 20 ta odamga agar u dozada qilinsa, bitta yoki ikkitasida shunaqa holat bo'lishi mumkin. Vassalamlaniya bo'lish holati. Azospermiya holatiga tushish. 19 tasiga может umuman azospermiya bitta ikkitaga men ham ularda nabarat omadsizlik holati ekanda. Yo'q, individualность deyapmiz-da shu. Individualность. Personifitsirованный подход deyiladi bunda. Odamiga o'ta yomon ta'sir qilishi mumkin. Bitta odamiga qilsangiz rak prostata ushlashingiz mumkin. Shunaqa. Sizga qilingan narsa bularga to'g'ri kelmasligi aniq. Bularga qilingan narsa menga to'g'ri kelmasligi. Lekin bizani odamlarimiz men endi gapingiz uzr bo'ldim. Men 10 ta bolam bor-ku. Men 4 ta bolam bor. O'zi primer. O'ziga o'zi primer. Ya'ni analiz topshirishingiz kerak desangiz nima deydi? Mana hammasi zo'r deydi. Eng qiziq bizani odamlarimiz analizga kelganda bir qanaqadir bor butun berib yuboradigandek his qiladi. Vaholanki o'ziga o'zi uchun u trener o'zi uchun so'ramayapti. Bizani keladi, bor shu narsa qo'rqitadi doktorda. Fakt. Yo'q. Analiz, analiz masalasi, misol mana bizda hozir auditoriya yaxshi, alhamdulillah, premium auditoriya aka. Bizning o'zimizning qoidalarimiz bor. Mana qoidalarimizni birinchi o'ringa qo'yib qo'yganmiz, check-up qilish majburiy. Agar rozi bo'lsang, necha pul bo'ladi deysiz ba'zilar. Men aytaman, menga nima qizig'i bor? Men aytmayman pulini, rostida men pulni aytmayman. Laboratoriyada hisoblab. Laborator, klinikaga bor, topshir, necha pul hisoblasa o'sha yerda unga kassasiga berasiz. U trener shunday kirmaydi deyman-da. Вообще menga ne interes uni so'mmasi. Nimaga deganda bizaga birinchi o'rinda qoidamiz o'sha analiz topshirish majburiy va sog'ligini birinchi o'ringa qo'ygan inson kerak deymiz-da. Agar biz kачествоga emas, количествоga ishlaydigan bo'lsak, shuni narxlarni pasaytirib qo'yib, ko'paytirib tashlasangiz, количествоga ishlaymiz, оборотimiz kattalashadi, lekin sifat yo'qolib ketadi. To'g'risi-da. Biz nima qildik? Biz качествоga ishlayapmiz. Качествоga ishlayapmiz, mana shu narsalarni yo'lga qo'yib qo'ydik. Обязательно. Men eshitaman, ba'zi bir trenerlar eshitaman, vitaminlar kerak emas, batlar kerak emas deydi. Men aytaman, meni umuman teskarisi. Boyagi qoidaning ikkinchisi bizda bat olish majburiy. Chunki chiqib keladi kalsiy kamligi. Vitaminda hozir 99% odamda menimcha kam. Uni yaxshi bilamiz ikkalamiz. Xonada o'tiradi-da. Quyosh nuri yo'q. Quyosh nuri nima deysiz? Obedmi? Yo'q. Mashinaga konditsionerga o'tiradi. Shu restoranga boradi, obed qiladi, qaytadi. Obeddagi quyosh nuridan vitamin D sintez bo'lmaydi. Yo'q, u yerda yo'q u narsa. Sahar chiqilganda kuydiradi u. Qoraytirib, mana qoraytirdi. Xuddi shunday qoraytiradi xolos. Bizning odamlarimiz bo'l. Mana shunaqa deydi. Men aytaman, yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. Bu yerda stressli holatlar bor, kortizol ko'tarilib ketishi bor, stressli holatlar bor, testosteron tushib ketgan jarayoni bor, yokida TTGdagi problemalar bor, boya aytganingizdek kilogrammada problemasi bor odamlar bor. Chunki noto'g'ri yashash tarzi bu qisqa muddat emas-da. Keladi-da, keladi-da, menga aytadi. Nima deydi? Qanchada yo'qotdim qorinni? Savol beraman. Qanchada paydo bo'lgansam? Yo'q, qanchada paydo bo'lgansam? 5 yil, 7 yil. Shunchada yo'q. Yo'q, aytadi. Shunday deysiz, bir 2 oyda yo'qotib olsak, nima bo'ladi deydi. Men aytaman, menga farqi yo'q. Stress senga ketadi. Sen miyang shu abneft qilmay qoladi o'tda. Nimaga desa, uylanaman deb. Keyin nima deyapsiz? Hozir joyi kelganda aytib ketdingiz, Sirojjon aka, hozir fitness formulada practice shunaqaki, oldingizga kelgan odam 40 kunda rezultat olib ketadi. Unda siz farma ishlatasizmi, ishlatmaysizmi? Yo'q, birinchidan farma ishlatilmaydi. Ikkinchidan bizda boya Sanjar akamda aytganimizdek, insonga individual подход, uchinchidan uni siloviy показатель boya aytdim-ku, u до этого nima qilgan? Qanaqa shug'ullanganmi yo ruchka ko'tarib yurganmi? Birinchi marta chiqyapti. Birinchi marta chiqyapti. Kelib turib, men $2000 men 40 kunda такой bo'lishim kerak. Men Garri Potter emasman, deyman-da aka. Ochiq gapdi. Uni siloviy показательni oshirganimizga 3 oy vaqt ketadi. Ani odam zerikib ketadi 3 oyda. Aslida 40 kun juda qiyin-da. Biz 40 kunlik proyekt kimlar uchun desa,
biz ko'rib olamiz, metabolizm tez insonlar uchun uni kontrol qilsangiz bo'ladi. Sizni 40 kunlik proyektga tiqamiz deysiz. Ha, so'sini ochiq aytamiz. Metabolizmingiz zo'r ekan, forma zo'r. Faqatgina mana bu joyda xarakterizm borasida deymiz, ozgincha psixologik yondashuv beramiz. Chunki psixologik dars o'tamanda aka mijozlarga. Psixologik dars beramiz deymiz. Olib keta olasiz deymiz, ishontiramizda, keyin qilamiz. Uni siloviy показатель ham yaxshi bo'ladi, birinchidan. Ikkinchidan metabolizm zo'r. Uchinchidan u ishondi. 40 kunda bo'ladi deydi, motivatsiyasi bor, sel borda unda. Что-то есть. Nimadir holatdu. Qiladi. Unda rezultat bo'ladi. Unda rezultat bo'ladi. Kelib turib, men 40 kunlikka qatnashmoqchiman. Bo'larmikan, bo'lmasmikan? Yo'q, unaqa demaydi. Ano videolar ko'ryapman deydi, 40 kunda deydi, zo'r natijalar qilib berasiz. Aytasiz. Xudo xayring berur, siloviy показатель ko'ringlar. Ya men o'zi 2 oy oldin chiqqandim deydi. Shaqalaga boya aytganingiz no professionalizm debdi. Yoshida og'ir ko'tarardi. Oldin men unaqa ishlaganman. Menga u interes emas. U yerda men qilib bera olmayman hech nimani. U biz odamlar tushunmaymiz. Boya aytganingizdek hayotimiz shunaqa darajada yengil bo'lib ketdiki, insonlar dangasa qilib qo'ydi. Mana sizga savol. 4-5 yil oldin Yandex bormidi? Yo'q. To'g'rimi? Taksi to'xtatish uchun odamlar mahallaning ichidan ko'chagacha chiqardi, Taksi takka borardi. qo'lda yuki bo'lardi. Во-первых, во-вторых, Metro yo'q edi. Metro edi. Xo'p, ladno, u mayli. Uchinchisi, kiyim olmoqchi bo'lsangiz, qayerga borardingiz? Do'konga borardingiz, qidirardingiz. U bozorda bo'lmasa, bu magazinga, u yerda bo'lmasa, u yerda. Hozir nima qilasiz? Instagramdan bundoq qaraysizda, Amazondan zakaz qilasiz. zakaz qilasiz. Причем O'zimizni saytlar ham aytaylik, aka. Zakaz qilasizda, yana nima deysiz? 2 xil razmerda olgin deysiz. To'g'rimi? Ha, bor 2 shunaqa. xil razmerda olgin, что bittasi sig'mas, bittasini olaman deysiz. Ani olib kelib beradi bechora yo'l kira qilib. Bo'ldi, ko'chaga chiqmayapsiz. Ovqat 24/7 dastavka bor. To'g'rimi? To'g'ri, men tushunaman. Shahar, O'zbekiston o'sib borayotgan sari 24/7 ga o'tyapmiz. Uni men bilaman. U yaxshi narsa, o'tganimiz zo'r. Chunki inson, odam gavjum joyda ishlab chiqarish, oborot kattalashgan sari 24/7 o'tish majbur, eplolmaydi bo'lmasam. Lekin insonlar ikkinchi tomoniga, tanganing ikkinchi tomoniga qarasangiz, g'irt dangasi. Mashina bor. Mashinada ofisgacha yetib oladi. Yana boradi, ofisda kresloda o'tiradi. Obed chaqirtiradi, yeydi o'sha yerda. Yana o'tiradi kechgacha. Kechga mashinada uyga ketadi. Uyga boradi, Instagram ko'radi, televizor ko'radi, ovqat olib keladi, ovqatlanadi, bo'ldi. Hayot ham tezlashib ketadi. Hayot. Endi unaqa odamlar nima xohlaydi siz yoningizga kelib turib? Rahbaru. Deydi. Tezroq qilib ber. Nima senga Garri Potterman? Davay. Bizda yana qoida bor, sanariga. Biz auditoriyamizda rost aytamizda, vazifam yuzasidan aytaman deyman, kibrlanish mumkin emas. Agar kibrlansangiz, biz ishlay olmaymiz desam, mana shunaqa komandani bajarish kerak. Ha, qoida hammaga bir xil. Bu O'zbekistonda yo'q narsa qilganmiz, ya'ni kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, qanaqa mansab, amal farqi yo'q. Komandaga kirdingizmi, auditoriyaga kirdingizmi, qoida siz uchun ham bir xil. Telefonni yig'ishtirib qo'yaman. Trenirovka vaqti hamma telefon savatcha qilib qo'yganmiz. Savatchaga olib yig'ib qo'yamiz. Hech kim telefon ishlatmaydi. Hech kim telefon ishlatmaydi. Boshida qiyshayishdi, keyin o'rganishdi. Ну, zato bir-biri bilan ham suhbatlashadi bir-biri bilan, ham bir-birini yaqindan taniydi. Знакомство, tanishuv bitdi. Ha, bitdi. O'sha ish qilingandan keyin o'sha auditoriyani men ko'chaga olib chiqish boshladim. Ko'chada yig'iladigan bo'lish boshladi. Toqqa ham olib chiqib keldim. Futbol ham tashkillashtirib qo'yganman. Undan keyin mana bunaqa bo'ladi bir-biri bilan. Telefon bo'ladigan bo'lsa, telefonda hamma telefonda o'tiradi. O'shaning uchun men aytamanki, kibrlanish mumkin emas desam, bir xillar kibrlanganlar kelganda, nima qilasiz? Men tushunmayman. O'zi deydi, odam bormi deb qo'yadi. Sizdan boshqa olmabdi, hamma jetdi. Blogerlar ham katta tanilsizlar ham hammasi jetdi. Lekin o'shalar ham kibri sindirishgan. Aytaman-da aka. U masala, misol insonlarimiz juda ham tezroq bo'lishni xohlaydi. Keladi-da, mana birinchi oy keldi. Lunch, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri yashash tarzi, uyqu, pastelniy rejim, slabi, давление,
yurak ushlab qolish, karvalol o'tirib qolgan yoki boshqa tabletkaga miya siqib qo'yyapti, xotira pasayishi bor. Ana dal uzoqni eslaydi, yaqinni eslolmaydi. O'zi nechta kasallik sanadim. Shuncha kasallik sanadimu birov shug'ullanadi-yu, nimaga o'zi tushmayapti deydi. Endi savol beraman. Bir oydan beri davleniyaga dori ichdingizmi? Yo'q, zo'r, alhamdulillah. Yurak bezovta qildim. Yo'q. Xotira qanaqa? Yo, energiya ichdiman deydi. Lekin rezultat yo'q-da deydi. Endi u odamga kerak emas o'zi kachok bo'lib. Yo'q, unga kachok bo'lish kerak emas. Sog'lom hayot bo'ladi. Sog'lom hayot, o'sha narsani biz tushuntirishimiz kerak. U odamlarimiz shunaqa bo'lib ketganki, tushunishni istashmaydi. Ular chiqishsa-yu, Sizga o'xsha kachok bo'lsa chiqib. yo chiqishsa-yu, sразу qorni yo'qotib tashlashsa. Yokida operatsiya stolga yotishsa. Oshqozon kestirgan. Absolut men qarshi bo'lganman-da bu narsaga. Nechta odam o'lib ketyapti to'g'risida. Sirojdan keyin siz aytdingiz-ku, mani oldim kelgan odamlarga majburiyat bor, bat sotib olish kerak. Batlarga sport pitaniyalar ham kiradimi? O'sha sport pitaniya. Sport pitaniya ham bat dedi. Da. Keyin bat. ko'pchilik aytyapti, определенный batlarni tipa urologiya kasalliklar olib keladi. Keyin har xil kasalliklarga olib kelib chiqadi. Yo'q, shunaqa Instagramda bor, hype uchun, PR uchun qotganlar. O'zi aslida qanaqa ular? Aslida sport pitaniyalari batlar. Men javob beraymi? Siz joyingiz bo'ldi bu joyda. Siz joyingiz bo'ldi. Bu manaqada sportivniy pitaniya. Sportivniy pitaniya bu zarar emas bu. Endi nimadir ovqat yoqmasligi mumkin kimgadir. Xuddi shunaqa qarash kerak. Endi ovqatda ovqat просто kaloriyani kuchaytirilgan. Kaloriyasi kuchaytirilgan. Chunki u yerda sport zalda katta kaloriya, katta energiya kerak. Katta kaloriyani yoqadi ular. Shuning uchun bundan foydalansa bo'ladi. Endi anabolik steroidlar bitta qo'shtin olishda gapirib ketamiz. Anabolik steroidlar yo'q bo'lganlari bor-da. Natural sportivniy pitaniya. Protein. Protein bu oqsil. Toza oqsil. Ham glyukoneogenez degan jarayon bor-da. Nima yesak oqsilga aylanadi. Oqsil energetik hamda plastik funksiyaga ega. Shunaqa. Ya'ni tanani quradi oqsil va qo'shimcha energiya ham beradi. Mana shu glyukoneogenez degan jarayon bo'ladi. Demak, любой yegan narsamiz baribir nima shu oqsil bo'ladi-da. Shuning uchun ham noto'g'ri tushuncha bor. Endi xalqimiz ko'p hozirgi kunda yaxshi tushunadi bu narsani. Tushunmaydiganlar ham bor, yoshlar bor. Agar sportivniy pitaniya predlagat qilsa, undan qo'rqish kerak emas. Sportivniy pitaniya boshqa, sportivniy farmakologiya boshqa. Umuman bir-biridan farq. Tushunishim bo'yicha sportivniy pitaniyalar tabiiy narsadan olinadi, u faqatgina yordam beradi. Sportga sun'iy ravishda qilingan shu narsa. Sportga yordam beradi. O'zimiz ham yaqinda ishimiz tushib dietolog oldiga bordik. 1 soat, 1,5 soat gaplashib o'tirgan joyimizda men vaziyatim uchun turolman. Sohamiz shunaqa, biz kech payt o'tirib ko'p ishlaymiz-da. Yeyotgan narsamizni bir vitamini, tabiiy narsasi yo'q. Shuni holatda aytayotgandim, menga nima maslahat berdilar? Ovqatingdan keyin bitta porsiya protein ichib deyaptilar. Doktor, dietolog, professional inson protein ichib deyaptilar. O'sha joyda meni uydagilarim bo'lishmadi, shtob tushuntirib berishlari uchun protein toza narsa, tabiiy narsa. Uydagilar nima deb o'ylaydi? Uydagilar eski tushuncha bor-ku. Shunaqa. Mana endi hozir ichganim yo'q-ku va bir ichib turaman-da. Paket sport bilan shug'ullanmayman umuman, aytaylik. Endi sog'liq uchun. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Biz ko'p safarda yashagan paytlarim bo'lganda baribir. Oiladan uzoqda boshqa bo'ydoqlarga o'xshab yashashga to'g'ri kelgan. Protein olaman. Yoki geyner olaman. Mana shu konsepsiya geynerga qaytamiz. Rivojlangan davlatlarda borda shu konsepsiya. Misol uchun tig'iz-ku yerda vaqt juda muhim-ku. Tez o'tadi qolgancha. Shu haligi fast food zararligini bilib bo'ldi hammasi. Shunaqa. Hozir shunaqa kokteyllarga o'tib olgan. Shuni protein qiladi, kokteyl sutga qiladi, ichib turib yoki ichib yuradi. Mana shu zavtraki. Shunaqa. Bu narsa tabiiy ovqatimizni o'rnini egallaydi, o'rnini egallash kerak demoqchi emasman. Sportchilarga juda ham kerakli narsa bu.
Endi mana aytyapman, sport bilan shug'ullanmayotgan, tabiiy ovqat kamroq bo'lib yo holatlar bo'lsa, o'rnini vaqtincha to'ldirib tursa bo'ladi. Endi biz tabiiy ovqatlanib yursak-u, ustiga protein yo nimadir qo'shsak ham bu nima emas, zarar emas. Agar bo'ladi, ishtahasi yo'q bo'ladi odamda. Sarflayotgan energiyasi ko'p-ku, lekin kirayotgan kaloriya kam. Da. Shunaqa holatlar ham borda. Biz hozir faqat obratnisini gapiryapmiz. Kaloriya ko'p kiryapti, ketmayapti kaloriya. O'shandan vес ovoryapti deyapmiz. Obratni qaraydigan bo'lsak, sarflayotgan ish ko'p, mehnat ko'p, lekin kirayotgan kaloriya kam. Ishtahasizlik bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana shunaqada nimadan qo'shsa bo'ladi. Keyin shaxsiy tajribamizda oxirgi paytlar unchalik qo'llamayapmiz-u, nimagadir. Lekin qo'llasa bo'ladi. Biz Rossiya Federatsiyasida ishlaganmiz Sankt-Peterburgda. Og'ir kasallar bo'ladi. Og'ir operatsiya o'tkazgandan keyin восстановлениyaga biz sport bet olib kelib boshladi turib, shuna tavsiya berardi. Professional tavsiyamiz bo'lgan. Bu bor. Bu bor narsa. Bu bor narsa. O'sha kreatin motivina ko'tarilmagan bo'lsa, nima tavsiya qilardim. Bu bor narsa. Hozir menimcha juda ko'pchilik voz kechdi bu uslubdan, lekin bor narsa. O'sha tez nima oyoqqa turish uchun, tez o'ziga kelish uchun biz ham xohlaymiz-ku. Sportning bemor zo'r rezultat bo'lib, o'ziga kelib chiroyli, cho'tka bo'lib chiqib ketishini xohlaymiz-ku. Keyin aminokislotalar. Aminokislotalarni o'zi o'sha inyektsion formalari bor-da, kapelnitsa formalari bor. Tishlab, chaynab yeb yurmaydi-yu. O'sha kapelnitsalardan foydalanamiz. U energiyani oshirgani, yana ozgina quvvat olgani, reabilitatsiya kerak. Reabilitatsiya davrida bizga qo'shimcha yordamchi. Menimcha bizda ham yoz berishyapti hozir ko'p joyda. Aytaman, u dietok menga protein maslahat beradi. Menimcha sekin-sekin bizanikilar ham cho'motdi, что sportivniy добавкаlar. Endi doktorlarda ko'p tushunadi u narsani, o'zi biladi doktorlarda. Xalqda ichida mana yosh katta odamlar yoki yoshlarda imini rosa ham yoshroq bolalarda shu ilm hali bo'lmaganligi uchun noto'g'ri tushunchalar bor shunaqa. Eskirgan noto'g'ri tushuncha bor. U hali ham yosh kattalarda qolib ketganda. Protein ichsang bolali bo'lmaysan. Xulosa qilib aytganda, bu zararli emas. Albatta. Bemalol o'sha men ham aytganimdek, protein birinchi marta olganimda moshdan bagajda yurdi-da, 1-2 hafta uyga olib kirish. Mana proteinni tushuntirgunimcha. Endi uni lekin to'g'ri saqlangan holatda to'g'ri anaqa quyoshga qo'yib qo'yish kerak. Keyin geynerga qaytadigan bo'lsak, geynerni yaqinda prямой efirda gapirib chiqdingiz, geyner zarar. Geyner ichida shakari bo'ladi, boshqasi bo'ladi, zarar. Geyner ichmaylar deb aytdingiz. O'sha nima unaqa deyotganingizni tushuntirib bera olasizmi? Xo'p. Birinchi o'rinda boyaga aytgan narsani o'yladim-da men. Geyner tezroq oyoqqa turib oladigan insonlar uchun beriladigan mahsulot edi. Ikkinchisi, shakar miqdori ko'p rostdan. Shakar zarar-u. Lekin ayrim proteinlarda ham bor-da shakar. Yo'q, endi o'tdagi miqdor bilan bu miqdor farqi bor. Katta. Uchinchisi, hayotiy tajribada qancha yosh yigitlar geyner ichib, gormonal balans buzilganda shakar ko'payib ketdi-yu. Glukoza, insulin ketdimi, estradiol tepaga uradimi keyin, jens gormon bakovoy chiqib ketadi. Ozadi u ertaga, ozadi-yu, kolbasa u semiradi. Birinchi ozadi-yu, ertaga ma'lum qolib ketadi. Sarkopeniya dedi. Ana. Endi u tushunmaydi-ku u narsani. Analiz topshirish kerakmi? Analiz topshirdi, siz nima deydi? Oddiy geynerga analiz topshiramanmi deydi. Yo, bu yerda manada protein bu oqsim. Tipa sifatli nima? Qaraylik. Geyner nima bu? Uglevod. Uni ichida protein ham bo'ladi dechmasam shekilli? Shakarda. Yo'q. O'sha shakar moddasi ko'pligi hisobiga uglevod yaxshi beradi. O'shaning uchun ham nastroyeniya ko'tariladi. Snickers yesiz, nastroyeniyangiz ko'tariladi. Kola ichsangiz, nastroyeniyangiz ko'tariladi. Shuning uchun vес beradi. Geyner tushunishim bo'yicha shirin mahsulot. Shunaqa. Uni misol uchun besaxirlilari bor. Endi chiqyapti. Endi bizga kirib kelyapti. Saxir уже kam. O'tdi, juda kam. Proteinda ham saxir bor-da ko'p. O'shani ham nima remarka qilib ketaylik. Bez saxira bo'lsa, yaxshi. Chunki saxir ham baribir уже bilamiz-ku zararlar. Xo'p, men nimaga u gapni gapirdim? Nimaga hozirgi mavzu ochildi-yu?
Nima uchun men besahri haqida gapirmadim? Hali odamlarimiz eshitgan-ku bu narsani. Mana endi kirib kelib, geyner haqiqatan shakari ko'p, bunisida shakari kam. Bu oddiy protein shakari ko'p, mana bu proteinni shakari kam degan narsalar bizga endi kirib ketdi. Xo'p, men hozir gapirib o'rsam, geynerni besahrini topib yenglar desam, qayerdan topadi? Hali ves O'zbekistonga tarqalmagan narsa. To'g'ri. Mana misol uchun geyner temasi kechagina ochilib qoldi. Oldimizga bir ozg'in bola kelyapti-da. O'sha yoshi 20-22 ga qarab ketibdi. Juda ozg'in. Unga misol uchun geyner maslahat bersa bo'ladimi? Hozir sal ves olib, sal semirish uchun. Me'yorda bersa bo'ladi. Me'yorda. Bari shakari hisobida zarar berib qo'yadi. Misol men ishlatmayman. Men ishlatmayman aka. Mana eslolmayman kimgadir geyner maslahat berganingiz. O'sha biz 40 kunlik proyektimizda ham faqat protein, ovqatlanish, uyqu balansi, kerazi kelsa kechasi uxlolmayapman, melatonin beraman. Nimaga? Uyqu balansini ushlashimiz uchun. 3 xil uyqu bor-ku. Chuqur uyquga tortib ketsin deyman-da, восстановление tezroq bo'lsin deyman-da. Protein. Ketdeni. Ertalab turasan protein, trenirovkadan keyin, kechqurun yana protein. Mana shunaqa ishlaymiz. Rostdan men geyner zarar dedim-da. Bir ko'proq qilib o'tirsam savol beryapti. Geyner ichsam bo'ladimi desa, geyner yoki shakar deyapti-da. Shunaqa desam aytolman. Ikkalasi ham bir xil zarar deyapman. Ikkalasi ham zarar. Bitta trener chiqibdi keyin. Ya'ni sizga savol. Bitta trener chiqibdi. Sushkadagi holat bor-a? Relifli bolasini ko'rsatyapti-da, mana bu dedi, geyner ichadi deyapti. Aytolman. Mayli, omma tushunmasligi mumkin. Butun boshli sportsmenlar tushunadi uni nima bo'layotganini, u yerda nima ketayotganini. Ladni deyman. Geyner ichyapti, lekin men o'yladimki, menimcha choy qoshiq bor, shu bilan bir qoshiq bersa kerak deb o'yladim. Lekin o'zin loshkasi u juda katta bo'ladi. Geyner loshkasi, dozasi katta. O'zin loshkasi bilan faqatgina ichib nabor massa qilish mumkin. Men o'yladim, marketingga ta'sir qildi deb o'yladim. O'shaning uchun shunaqa gapirib chiqdi deb o'yladim. Rostida. Bo'lishi sotadi. Ular sotadi. Misol menga o'tda interes yo'qdi. Men sotmayman aka. To'g'risi. Nima o'zi uni ham nimaga qarab berasiz-ku? Telosложениеga. Anaqa giposteniklar bor-ku. Ozg'in. Ves kerak unga. U majbur. Shunda foydalansa bo'ladi. Ves kerak. Chunki nimaga Sirojdan aka, siz territoriyangizga ham kirib ketib qolyapman. Kiravering. Haligi o'zimda sinab ko'rganman-da men ham. O'zim u paytlar trener yollashga bor edi, yaxshi trenerlar bor edi. Individual trener yollashga birinchidan studentmiz. Biz o'zimiz o'rganganmiz, o'qiganmiz, izучат qilganmiz. Arnoldni nimalarni, programmalarni ko'rganmiz, pitaniyasini, Bryus Lini birinchi sportivniy pitaniya bo'yicha. Nima qilish mumkin? Shunaqa qo'llanmalar ham bormi? Qidirsa bor. Osnovasi-yu. Inson o'zida xohish bo'lishi kerak. Hozir razvitiya bo'lib ketdi, internet rivojlanib ketdi. U paytlar shu ekspertlar sanalganda, u misol Bryus Lini pitaniyasi ham nima hisoblangan. Shunaqa. Markovdan anaqa yasaganda, vitaminli kokteyl yasaganda o'zi. Tushunyapsizmi? Mana Arnold keyin chiqdi, mana Larry Scottlarda nimasini ko'rib, o'qib chiqilganda bu narsa. Единичный jurnallarda bo'lgan. Ammo yaxshi bilmaydi. Shu informatsiyalarni olib, undan bilib turib, uni o'zimizga integratsiya qilib, tibbiyotga integratsiya qilib, bunu qilamiz, uni qilamiz deb turib, o'zimizga anaqa qilganmiz. Trenerlik qilib, o'zimizga dietolog bo'lib, transformatsiya qilib, bitta og'aynim bor edi. Birga qilganmiz. Haligi, effekt olganmiz. Eng qizig'i anaqa qonun, zolotoy правило deydi-yu, zolotoy правило, ya'ni oltin qonuni bodybuildingda o'zi zo'r trenirovka, o'sha programmani buzmaslik, o'sha trenirovkada yaxshi отдых, для восстановления, uyqu, zo'r normadagi uyqu bo'lishi kerak и to'g'ri pitaniya. 3 ta asosiy qoidasi bor. Biz mana shu qoidani chala-chulpa qilib rezultat qilganmiz-da. Tushunyapsizmi? Bu degani bu uchala qoidani siz zo'r qilsangiz, конечно rezultat bo'ladi. Rezultat menimcha professional rezultat bo'ladi. 99% odamda bo'lsa kerak. O'shaning uchun Sanjarga biz aytamiz, men o'zim shaxsan oldimga aytaman. Natija uchun kelgan delegatga kelma birinchidan. Ikkinchidan keldim nimadir olib ket. Men kitob o'qiyman, internetga o'qiyman, qanaqadir professorlar eshitaman deb
gormonlar haqida, testosteron va hokazo, oshqozonlar. Agar bilmasam so'rayman-da doktorlardan. Mana bunaqa ma'lumot bor ekan, nima deysiz? Deyman, so'rayman. Nimaga desa, mana shunaqa qoida bor o'zim uchun. Murabbiy har taraflama namuna sifatida turishi kerak. Har qanaqa savolga javob bera olishi kerak. Agar javob bera olmasa, o'zini aqlli ko'rsatish kerak emas-da. Soha mutaxassislariga topshirish kerak deyman. Uyalish kerak emas. Misol men uyalmayman-da, so'rayman. To'xta, so'rab beraman. Chuqurroq bilib beradi deyman. So'rayman. Men aytamanki, 3/100 qoidasi bor bizda ham. Men o'zimda. 3/100 nima desa, san uchun biz 100% ishlaymiz, butun jamoa ishlaydi. Hamma narsani A nuqtadan B nuqtagacha rels qo'yamiz. Ikkinchisi, sen 100% harakat qilasan, amal qilasan. Uchinchisi 100% natija bo'ladi. Endi qarang, biz hamma narsani jamoa bilan u inson uchun qilsa-edi, qilmasa-chi, nima bo'ladi? To'g'ri? 50%. 50% bo'ladi-da. Keyin nima deydi? Natija olmadimi u deydi. Vaholanki o'sha inson agar 100% qilsa, 3/100 degan qoidaga to'g'ri keladi. Tushunasizmi? Rezultat kutish ham noto'g'ri ekan. Ha, shunaqadir. Keyin kim aybdor? Trenerlar. Xuddi shunaqa bo'lib qoladi. O'shaning uchun aytamanki, siz aytayotgandaqa o'qib, hozir odamlarimiz o'qimaydi aka. O'qimaydi. Rostdan dangasa ko'pi. Nimaga desa, trezorlar, hype joylar bor-ku, o'sha yerdan xolasi chiqasa olaveradi, tez. Tushunasizmi? Bo'ldi o'sha. Demak, bodybuilding sohasi ketdi. Tugadi. Yo'q. Zarar ekan. Keldim, grija bo'lib qoldim deydi. Dab, понимаете? Noto'g'ri. Noto'g'ri qilgansan. Texnikasi bor. Xo'p, og'ir ko'taruvdim, grija. Yengil ko'tarib ham grija bo'lib qolasan. Nimaga desa, noto'g'ri qilyapsan bu yerda. Gap og'ir yengil haqida ketmayapti. Sen yengil vesda texnikasini noto'g'ri qilgan odam og'ir vesga to'g'ri qilmaydi-ku. Men sizga aytaman, mana gerneologlar ham biladi. O'sha grija bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar bor, vertebrolog, gerneolog. O'sha bor ekanlarda, operatsiyaga yotayotganlarda 90% dan ko'pi bodybuildingni B'siga ham kirmagan odamlar. To'g'risi, sport zaliga kirmagan odamlar. Shunaqa. Bu da to'g'ri, tijoliy atletika bodybuildingni hisobiga bo'lishi mumkin. Sabablari bor, Bir qismi. Lekin massiviy katta ko'p qismi boshqa sabablar. Naborot, o'sha orqada ushlovchi muskullarni slabiyligi o'zi aslida. Asligi, mana muskulus, большая поясничная мышца deymiz. Mana shu muskullar karkas nimani umurtqani nima qilib turadi? Tayanch, ushlab turadi. Bu muskullar rivojlanmagan. Og'ir mehnat ham qilmagan ko'pi. Yotganlar. Просто mana shunaqa qarangda, сидячий образ жизни deyapmiz, o'tirib, mana shunaqa o'shlar yurib ham yo'q slabilashib ketib, o'sha umurtqalar ham qiyshib. Chunki faqat haligi nagruzkadan deyish ham o'zi noto'g'ri. Agar aytgandek, agar nagruzkani to'g'ri, hamma muskulga to'g'ri yoyib beradigan, o'z texnikasi bor-da. Mana haligi birinchi kelib olib zalga og'ir maqtanishga u narsa bo'ladi-da. Biz ham shuni maqtamoqchi bo'lardik. O'sha maqtanish uchun og'ir vес olganingizni noto'g'ri ishlardik. Da. Qolgan payti zo'r texnikasi bo'yicha. O'sha to'g'ri texnikada ishlayotganingizda og'ir vес olsangiz, u boshqa. Unda boshqa narsa. U boshqa narsa. Bizda mana 99% insonlar o'sha o'tirib ishlashi, o'tirib yurishi, вообще-то hayoti o'tirish bilan iboratda. Uyda kresloda o'tiradi, bel qiyshaydi. Mashinada o'tiradi, sidini yotqizib oladi, bel qiyshaydi. Ofisga kresloda o'tiradi, bel qiyshaydi. Choyxonaga boradi, yon boshlab oladi yoki yana qiyshiq o'tiradi. Kino ko'radi, yotib olib, to'g'rimi? Yotib oladi, oyoqni uzatadi, o'tdan bel qiyshaydi. Bu nimaga olib keladi? Bel qiyshayishi olib keladi. Xo'p, noto'g'ri yashash tarzida nimaga keladi keyin? U semirdi. O'zi bel qiyshayotdi. Rama qiyshayotgan joyda u semirdi. Ves ko'tarildimi, keyin qorin oldinga tashlashni boshlaydi. Figura ham o'ynab ketadi. Keyin o'sha orqaga tashlashni boshlaydi. Rama qiyshayotdi o'zi. U rama zo'r qilib qoladi. Keyin nima bo'ladi? U doimiy ravishda zo'r qilishga o'rganib qoladi. Bora-bora nimaga olib keladi? Protruzia, osteoxondroz, ketdi grija. Deydi, tortib qolyapti deydi. To'g'rimi aka? Bu yerda nima kelib chiqyapti desak, asosiy ta'sir qiladigan narsa qon quyuqlashib ketdi bu yerda, gormonlarning balansi buzildi.
Hamma narsa buzilib ketdi. Uyqu buzilib ketdi. Kechasi turib xolodilnikda narsa yeb qo'yapti. Bu yerda hammasi o'sha narsaga olib keladi. Vaholanki sport 1% ta'sir qiladi grejaga. Hmm. Noto'g'ri texnika ta'siri. Tamom. Qolgan 99% noto'g'ri yashash tarzi. Biz bu narsani odamlarga gapirsangiz, nima qilaylik deydi. Ishim shu-da deb qo'yadi. Yo, tushunaman, ishingiz shu. Lekin Kompensatsiya qilish kerak. ha, inson o'zi uchun Kompensatsiya- vaqt ajratib olmasa bo'lmaydi-yu. Va bitta gap gapiraman. To'g'risi o'zim ham amal qilishni xohlayman, lekin hozir qiyin bo'lyapti. Xohlasa shunga qilamiz inshaalloh. Inshaalloh. Sport mana bitta shunaqa funksiyaki, bizni yemishimiz umrimiz oxirigacha ovqat yeymiz, to'g'rimi? Ha? Yemasak bo'lmaydi. Shunaqa. Funksiya, vazifa, Xudo tomonidan berilgan vazifa. Sportni ham shunaqa qilish kerak. Umrini oxirigacha shug'ullanish kerak odam. Nimaga Avstraliyada, nimaga Kanadada 85 ga kirgan odam alpinistga o'xshab tepalikka chiqib yurib yugura olmaydi u odam. 85 ga kirgan. No, yuradi. Ha. Sport bilan shug'ullanadi. Shunaqa yurish sportlari bor. Da. Va ish qiladi-da endi. Nimadir bilan shug'ullanadi. O'tirib qolmagan. Sport ham hayotga Nimaga qiziqishini uyg'otib turadi. Bobolarimiz. Bobolarimiz. Yerda ko'p ishlashgan uchun. 75-80 ga kirsa ham yerda Jigarni jigarni sug'urib olishgan. Shunaqa? Yo'q, Bermagan. rostdan. Bermagan. lopatkasini nimasini olib qo'ysangiz, Ushardi, men bitta joyda o'tira olmayman deydi. Hayotim shu bilan o'tgan deydi. Bizanikilar hozir teskarisi. O'sha mehnat darajasi, men eslaymanda, yoshligimda opog'im mehnat darajasi biznikidan yaxshi edi. Ha. Yaqinda o'zim yo'nalishim bo'yicha, arxitektura yo'nalishi bo'yicha arxivga tikalaganimizda, arxivda har xil rasmlar bor-da. O'sha paytda Rus imperiyasi bosib kelganda har xil rasmlarga olishgan, boshqa qilishgan. O'sha yerda odamlarni siluetlari ko'ringan, tam o'ziga tushib qolishgan boshqa. Явно ko'rinib turibdi, odamlar ozg'in, lekin baquvvat, Chandir. testosteroni baland. Yaqinda bitta statistikani ko'rib qoldim. 100 yil oldin O'zbekistonda testosteron, sredniy testosteron juda baland bo'lgan ekan. Erkak kishilarda. Rasmlarda ham ko'rinib turibdi, что o'sha paytda naqalari juda baland. Bizda hozir teskari bo'lib ketgan. Chunki qorin qo'yish trend. Nimaga? Avtoritet. Rostdan nimaga desa, hayot yaxshi ekan, o'shaning uchun semirib deydi. Endi u aytaman-ku, Instagramdagi hayotga ishonmanglar deyman-da. U bechora stressdan semiryaptimi, noto'g'ri yashashdan semiryaptimi, uyqusizlikdan semiryaptimi yoki pastelni rejimdagi muammodan semiryaptimi qiynalib. Uni o'zi biladi. Boshqa hech kim bilmaydi-da. Bizda nima deydi? Hayot yaxshi ekan, o'shaning uchun semirib ketibdi. Hanu uylanmagan bolalar ham uchrashuvga chiqsa, oldin bo'lardi. Semiz ekan desa, hayot yaxshi ekan, berib ol deydi. To'g'rimi? Borda bo'lgani shu narsalar ham. Lekin hozir ozg'in odamni topish qiyin bo'lib qoldi ko'chada. Mana yaqin bir narsani kuzatdim. Aynan obed vaqti narsani kuzatdim. Bitta joyda o'tirgandim ko'chada. Odamlar ketyapti. Pashta bir xil yoshli odamlar. Ikki xil ko'rinish. To'xtamasdan trotuardan o'tishyapti insonlar. Pashti bir xil. 30 bilan 40 oralig'idagi insonlar barchasi ikki xil ko'rinish. Endi 20 bilan 30 yosh oralig'idagilarni ham kuzatdim. 30 yosh bolalar ham o'tadi. Ko'rinish ikki xil. Lekin vozirimiz pashti bir xil. Nimaga? Bittasi semiz, futbolkasi ko'tarilib ketadi, yurayotgan. Bittasi juda ozg'in. O'rtasi yo'q. O'rta yo'q. Endi kiyimlar hisobini oldim. Standart kiyimlar chiqadi, razmerlar chiqadi. Manekendagi turgan kiyimlar sizga to'g'ri kelmaydi. Menga to'g'ri kelmaydi, bunga to'g'ri kelmaydi. 100%. Kimga to'g'ri keladi? Boyagi odamlarga, ozg'iniga to'g'ri keladi. To'g'ri? Standart o'shanga to'g'ri keladi. Lekin mana bu semizga уже velikan razmer kiyishni boshlaydi. To'g'ri? Lekin yoshiga nisbat bersangiz, ular hali yosh. Ikki xil. Bittasi juda ozg'in, bittasi juda semiz. Endi bu yerda fikrlashish kerak-da, ozgincha. Men o'sha narsani kuzatdim. Nimadir noto'g'ri odamlarda. Demak, nima noto'g'ri desa, men o'zim o'ylaganim, umumiy yashash hayoti noto'g'ri. Hayoti noto'g'ri. Kechasi 2-3 gacha yo kontrol o'ynaydi, yo telefon o'ynaydi aytganingizdaqa testosteron tushib ketib qoladi.
ertalab lanchlashib ishga boradi, uyqusirab kofeni bitta ichadi-da, kofein, katta dozировкада kofein kiradi, bo'ldi shu bilan zo'r настроение zo'r. Trezvый. Ha, bu mana shu holat bizga endi yetib keldi-da endi. Da, Nimada davno boshlangan bu. Yevropada. Bu urbanizatsiyani muammosida, Ha. o'sha shaharlashishni evaziga Amerikada, Yevropada, aytaylik, Avstraliyada rivojlangan davlatlarda hozir bular endi shu nima noto'g'ri bo'lganligini Da. tushunib yetib, уже ancha vaqtdan beri to'g'rilashdi. Ha, Sport zal, to'g'ri pitание, правильное питание Да. degan termin chiqdi. da. Aytaylik, сидячий образ жизниdan qochishni boshladi. To'g'ri, hammasi bo'lmasa ofislarda ishlaydi. Lekin shunaqa time management qilishgan ular. Vaqtni sportga alohida o'zini vaqti bor. Kuniga aytaylik 1 soat yoki 45 minut обязательно nima qiladi, yoki probежкаga yoki Ha. kinolarda ko'ryapmiz. Shunaqa, Ertalab chiqib yugurib kelib, keyin ishga ketadi. Xuddi mana shu narsa bor-da ularda. Endi bizni odamlar ham e'tibor berayotgan bo'lsak, tushunib yetyapti, ha? Tibbiyot xodimlari ham tinmasdan aytyapti bu narsani hozir. Televideniyalar ham mana shu narsaga urg'u berishni boshladi. Endi mana shu narsa sekin-astalik bilan o'zgaryapti. Da. Ha? Mana shu narsaga e'tibor berayotgan odamlar ham уже paydo bo'lyapti. Shunaqa. Bunaqa narsa yo'q edi bizda. Yo'q edi. Time management qilib turib, обязательно sport bilan shug'ullanayotgan odam nima chempion bo'laman deb shug'ullanadi. Shunaqa? Ha? Chempion bo'larmidi endi deydi. Ha. Hozir shug'ullanayotgan odam Sog'ligi. yoshi ketgan. Sport bilan kim shug'ullangan? Bolalar shug'ullangan oldin, Ha. o'smirlar shug'ullangan, bir rezultat qilaman, chempion bo'laman, bir narsa bo'laman deb turib shug'ullanadi. Yoki ko'chada o'zimga nima Shunaqa. qilayman, turib bera olaman. Hozir o'sha paytlar 45, 50, 60 ga kirgan odamlar sport bilan shug'ullanmasdi. Kamdan kam o'sha sportivniy прошлость bo'lmagan odam, Agar trener bo'lmasa, oldinda sport bilan Da. bog'liq bo'lmagan odam Shug'ullanmagan. bo'lmasa, shug'ullanmas. Hozir davlat ishxonasida ishlaydiganlar, kerak bo'lsa har qanday soha vakillarida tushunib yetyaptiki, ha, sport bilan shug'ullanmasam salomatligimga ta'sir qilar ekan. Buni oqibatida meni hayotimni sifati tushib ketar ekan deb уже to'g'ri tushunchalar paydo bo'lyapti. Da. Massiv endi buni propaganda qilib, tem более oxirgi siyosat ham shunga qaratilyapti-yu hozir. Shunaqa. Marafonlar har xil, nimaga e'tibor Sog'lom beryapti. turmush tarziga. Demak, bu ta'sir qilyapti baribir. Hammani birdaniga olib kirib olib bo'lmaydi. Da. Sekin-asta nima qilinsa to'g'ri bo'ladi. Sport bilan shug'ullangan odamchi o'ziga ham ishonchi baland bo'ladi-da. Uverенность O'zi oshadi. sohasida ham ishonchi zo'r bo'ladi. Miya faoliyati ham yaxshi Ha. ishlash boshlaydi. Aqli ham zo'r ishlashni Ha. boshlaydi. Nima fikrlari ham zo'r, teran. Teran. Umuman yangi g'oyalar paydo tug'ilish boshlaydi. bor narsa. Bor. Mana shu energetikani bera oladi. Shu kuchni, shu nimani, ishonchni odam o'ziga bera oladi. Men aytaman-da Sanjar aka. Ikkita faza bor-da. Meni o'zimni terminim bo'yicha ikkita faza, negativ faza, pozitiv faza. Agar sport bilan shug'ullanmagan inson doimiy ravishda testosteron tushib ketayotgani hisobiga negativ fazaga o'tib qoladi. Ya'ni negativ bo'lib qoladi. Qo'rqoq, nimalardandir bahona izlaydigan, urushqoq, stress, напряженный. Pozitiv faza bu sport. Stresslarini hammasini sport bilan chiqazaveradi nagruskada. Qon aylanishi yaxshilanadi. Постельный rejim обновленияsi yaxshilangan hisobida xotirjamlik paydo bo'ladi. Men shunaqa deb bilaman-da. O'shaning uchun aytamanki odamlarga biz sizni pozitiv rejimga o'tkazishga harakat qilamiz doim, komanda bilan ishlab. O'shaning uchun boya aytganimda telefonlaringni yig'ib tashlashimiz o'shanda. Shunaqa. Akalar kayfiyat ham zo'r bo'ladi. Da. Shunaqa. Men o'zimda bo'lardi, mana. Shug'ullanmay qolasiz, bir kun, 2 kun pauza bo'lib qoladi. Shu kuni neto bo'ladi. Bilinadi. Nasrning Stress, depressiya bo'lardi o'sha. Shunaqa. Bormadimi? U tuyg'u hammada bo'lishi kerak. Aslida bo'lishi kerak. Aslida hammada bo'lishi kerak. Aslida bo'lishi kerak. Akalar, sizlarga rahmat. Suhbatimiz oxirlab qoldi. Menimcha ancha manfaatli suhbat bo'ldi. Kuzatuvchilarimiz ham o'ziga qiziq insightlar oldi deb o'ylayman. Endi xudo xolisa keyingi vyupusklarimizda ham Sanjar akani albatta ko'rish xohlagan bo'lardik. Sanjar aka, sizga rahmat. Qiziq gap esimga tushib qoldi, bitta uzr. Ayting. Ikkita sabab bor. Trenirovkaga bormaslikda gap bo'lardi. Ko'rganmiz-ku.
Birinchi sabab o'lgan bo'lsang, если ты умер. Ha. Да. Ikkinchi sabab ты заболел и умер. Umr. Kasal bo'lib o'lib qolgan. Kasal bo'lib o'lib qolgan bo'lsa. Тревога. Unda boshqa sabab yo'qda, borish kerak. Sport bilan shug'ullanish. Borish kerak, boshqa iloji yo'q. Akalar, rahmat. Kattakon. Rahmat Keyingi sizlarga. vyupuslarda. O'rtoqlar, podkastimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskani esingizdan chiqarmaysizlar. Keyingi vyupuslarimizda ko'rishguncha. Rahmat kattakon. Rahmat.